bahar va kuzning qaysili vaqtida terisi o'naveradigan, alayda oziqliq talab qilmay turibmi, to'limi chiroyli o'sadigan anar guli o't qashdek bargisidanla kishilarga kichik fe'illikni, muloyimlikni aslatadi. Balkim mehribon ota-onammi meni shu anar gulning barcha xislatini mujassamlantirsin degan arzu bilan ismimni Anargul qo'ygan bo'lsa kerak. Biroq arzu bilan qo'yilgan bu ism menga Anargulning har faslda, har qanday muhitda guldek ichilib, boshqalarga huzur bera oladigan xarakterini yetildirgan edi. O'ziga huzur izlaydiganlar ko'p. Biroq boshqalarning huzuri uchun badal to'lashni xohlaydiganlar ancha ko'p emas. Kichigimdan ismi jismiga loyiq Anargul bo'lish uchun tirishgan edim. Güzel natijelerim bilan ota-onamning arzusini amalga oshirgan bo'lsam-mu, nurg'un kishilar erishman debmi erishmayotgan sharoitimni tashlab, yuragimdagi lavildab ko'yayotgan bir o't meni yiroqlardagi cho'l jaziralarga opirib tashladi. Aslida bolalikdan yoshlikqa, o'quvchilikdan doktorga, doktordan korxonachiga o'tish jarayoni meni tamtiratgan bo'lsa-mu, hech kim berishni xohlamagan shu cho'l jaziratga jig'an yolg'izligimni unutildirib, mehribon onam kabi meni kutib oldi. Cho'l jaziralardagi qurg'oqchilik, qumshixillik bo'ron chapqun, qahrton so'g'uq va har xil jon-jonivorlarning tahdidi ostida o'riq badanni tik tutib, sanjaq-sanjaq meva berayotgan jig'an darxi xuddi menga bag'rini kang ichib, muhabbatingni menga bergin degandek tuyulatdi. Hech kim nazar qirni sanmagan, hech kim kelishni xohlamagan joylarda o'sgan jig'an alohida parvishni talab qilmaydi-yu, ammo hamma muhtoj bo'layotgan tanga shifoliq mevasini berishga tayyor turadi. Shundoq minnatsiz to'kib qo'shayotgan jig'an o'z orzusi uchun ko'yayotgan mendek Anargulini o'ziga tatdi. Men shu cho'l jaziralarda jig'anga hamroh bo'ldim. Jig'an menga hamroh bo'ldi. Kelgusimga yangi nishon, hayotimga yangi ma'no qo'shildi. Butun vujudim bilan jig'andagi sirlarni aytishga boshladim. Yoshlik bahorimdagi barcha xushalligimga jig'an hamroh edi. Qiyinchilikdan to'kilgan yoshlarimga jig'an guvoh edi. Qum bo'ronlar orasida ana shundoq yoshlikda o'tgan go'zal muhabbat hikoyasi yozildi. Jig'an mendek xijillikdan bosh ko'tarmay qizirib turadigan Anargulini o'z yanida qad ko'tarib tura oladigan, boshqalarning huzuri uchun jon fido qila oladigan qilib tavlab chiqdi. Men shuningga ishinaman. Anarguli bo'lgan joyda cho'qim jig'an bor. Shundaqla oltindan halbagan kabi paqirab turgan jig'an qishida cho'qim mendek qishmi yoz ichilib turgan Anarguli bor. Salam, güzellik yolda ızınıvatkan, şundaqla güzellik pıraqlarını her tarafga taqıtıvatkan bizning güzel hanım qızlarımız. Abnum rayonimizning har qaysi joylardan izgu tilaklarni yurkiga mahkam tengib, bugungi faoliyatimizga alayda qadam tashrif qilgan bizning so'yimlik vakolatchilarimiz, aziz mehmonlarimiz, hammanglarning kelgan qadamlaringizga marhaba bo'lsin. Bugün biz Ürümçi Altın Şah Biyopen Texnika Soğuçaklık şirketining mushu vakolatchilar yig'ilishi shundaqla to'xtam imzolash faoliyatiga hamdastxon bo'lib turibdik. Mana mushundaq go'zal minutlarda sizlar bilan asral shalg'inimdan, ko'rshalginimdan to'liq xursandman. Bugun riyosatchilik vazifasi menga yukilinibdi. Mushu fursatlarda sizlar uchun xizmat qilish fursatiga erishganimdan ham to'liq xursand. Men riyosatchi do'stinglar Gulgina Tursun. Qo'shunaqda faoliyatimizning aziz mehmonlarini bir tanishtirib o'tgan bo'lsak, bugungi faoliyatimizning aziz mehmoni bo'lsa, pul muomala fanlari doktori, shundaqla amaliy tajribasi eng mo'l bo'lgan korxon maslahatchisi Malikzod muallim qarshi olamiz. Chavaklarimiz Malikzod muallimga. Xush keldingiz ada. Yana bir aziz mehmonimiz bo'lsa, Ürümçi Altınşah Biyopen Texnika Çeklik şirketining qonuniy vakili Olimjon apandim sahnimizga marhamat. Chavaklarimiz bilan Olimjon apandim.
Ürümçi Altınşah Biyo Pentexnika Çeklik Şirketining tarbiyalash mudiri, kasbiy teri asrash ustasi Gulnisa muallim qarshi olamiz. Sahnimizga marhamat. Qarshi olamiz. Yana bir aziz mehmonimiz, ya'ni bugungi faoliyatimizning bosh sohibxoni. Mushundaq go'zal so'rinni bizga hazırlagan bizning suyumli korxonchimiz, go'zal qizimiz Ürümçi Altınşah Biyo Pentexnika Çeklik Şirketining mas'uli Anargül xonim qarshi olamiz. Anargül'da qarshi olamiz. Bo'lsam-da hammanglarni shundoq tanishtirib mushsakinda ochiqish o'yimiz bor lekin vaqt munosabati bilan vaqt yer bermay qoldi, sharoit yer bermay qoldi. Shuningga ham bugungi faoliyatimizningki bosh sohibxonlari 4 nafar aziz mehmonni sahnga taklif qildik. Armag'aysizlar undaqda o'rninglarga tushib, Onundan boshqa yana faoliyatimizga alayda qadam tashrif qilgan aziz mehmonlardan Jazbador So'z Cheklik Shirkatining direktori Abdug'o'ppur apandim qarshi olamiz. Xush keldingiz aka. Shundaqli yana mushu Ürümçi Altınşah Biyo Pentexnika So'z Cheklik Shirkatininki yetakchisi shundaqla mushu qobil yetakchi ham dars so'zlaydigan bizning Fatigul ma'lum qarshi olamiz. Shundaqli yana Qarmay shahridan yetib kelgan korxonchi Tursunjon Turaxun apandim qarshi olamiz. Xush keldingiz aka. Mana bugungi faoliyatimizdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tdik. Balkim mishadimishda qarasak bizning bir turkum cho'lponlarimiz, dangliq shaxslarimiz bugungi faoliyatimizga alayda qadam tashrif qildi. Shularni bir tanishtirib o'tgan bo'lsak, faoliyatimizga alayda qadam tashrif qilgan yana bir turkum aziz mehmonlarimiz bo'lsa, hammamizga tanishliq ekranlarda o'zininki jushqun turgun riyosatchiligi bilan qalbimizdan o'rin olgan shundaqla TV Bazar rastistaymiz, ana pishti deymiz, shundaq bir turkum bek g'ulg'ul qo'zg'agan to'r filmlarda o'zining obrazini yaxshi yaratgan kasbdishimiz, chiroyli go'zal qizimiz, ya'ni shu yaqinda tarqatilish oldi turgan Go'zal hayot programmasining riyosatchisi Almira Farhat qarshi olamiz. Xush keldingiz do'stim. Yana bir aziz mehmonimiz bo'lsa, o'zininki nayti mo'ngluq lirik kuylar bilan nurg'ulgan yoshlarning qalbini larziga solgan. Gerçi hamdi hayotdagi ba'zi bir o'ngsizliklarga qat'iy bosh egmay, yanila mushu bijirim odamlardan bekarak umidi bor yashayotgan bizning yosh naqshchimiz Hasanjon Muxtar apandim qarshi olamiz. Yana bir aziz mehmonimiz bo'lsa, mush o'xya bo'lib degan naqsi bilan hammamizning yuraklariga o'xya qilib itibatgan bizning Osmonjon yosh naqshchimiz Osmonjon qarshi olamiz. Bu naqshni men bek amraqdimchu. Bugun mushu faoliyatni uyushtirgan Ürümçi Altınşah Biyo Pentexnika Çeklik Şirketi. Endi bu şirket bilan men tanışqani bir 2 yildan ortiq vaqt bo'ldi. Shundagu Anargül xonim Olimjon apandim bilan tanışqani shunchalik vaqt bo'ldi. Endi biz necha qitim shundaq dasturxon selishni, necha qitim vakolatchilar yig'ishni o'yladik. Lekin ba'zi bir alayda vaqtlar to'g'ri kelib qolganligi uchun sizlar bilan asr olish fursatiga bo'lmagandi. Bugun mana sizlar bilan asr olish fursatida turibdik. Endi Anargül xonimni men tunji qitim taniganda bu Anargül xonimninki odimiyligi shundaqlar qilayotgan kasbi menga bek ta'sir qilgan-chu. Chunki o'zi hamda minkohan shundaq turib, mushu o'z millatidan shundaqlar hamda xalqimizga go'zallik ato qilish uchun izinib, hamda hozir qadar nurg'ulgan jafolarni, nurg'ulgan qiyinchiliklarni boshdan kechirdi. Albatta buni biz sanab deb tugatmaymiz. Har bir korxonchi boshdan kechirdi. Anargül xonim hamda dastlabda o'zininki bir güzellik izlash safarini keyingi kunlikda xalq uchun iste'molchilar uchun güzellik izlash safariga aylantirgandek bu hikoyasi hammamizning qalbini titirtirdi deb o'ylayman. Endi bu hikoyalar, bu so'zlar to'g'risida keyin Anargül xonimning og'zidan anglasak, undaqda oldi bilan biz Malikzod xonimni, Malikzod muallimni sahnimizga 2 kalima so'z qilib berishga taklif qilgan bo'lsak, qani, marhamat. Salam, bugungi so'rinimizga taklif qilingan barcha aziz cho'lponlarimiz, ustozlarimiz, ajraq yaqindan kelgan hadilar, singillar, akalar, inilar, hammanglarga Malikzoddan mehrlik salom. Men Ürümçi Altınşah Biyo Pentexnika Çeklik Şirketi, ya'ni Tangirtog Guli markasidagi jig'ani asos hamisha qilib chiqaradigan bu mahsulotlarniki korxona maslahatchisi,
Şundaqla şu vakolatchilarni taraqqiy qildirish jarayonidagi hamda yetakchi muallimi bo'laman. Men bu hamda odatda 10 yildek bo'lib qoldi, izchil korxona maslahatchilik qilib kelayotqali, diyorimizga cho'ng kichik bo'lsin, hatto o'rta mikro tipdagi nurg'un korxonalarniki korxona maslahatchiligini qilib, hamda ularning taraqqiyotlariga guvohi bo'lib keldim. Lekin meningmi bir shirkatlarni tanlashda meningmi bir prinsipim bor. Xuddi biz ilqi mahsulot sotib olgan vaqtda faqat pulnilam yoki e'lonnilam o'ylashmasdan shu mahsulot menga mos kelamdi, mos kelmamdi degan narsani o'ylashib turib sotib olamiz-ku. Shunga o'xshash menmi korxona maslahatchilik qilgan vaqtda mushu korxona menga mos kelamdi, kelmamdi. Mushu mahsulot bizning bozor etishimizga to'g'ri bo'lamdi, bo'lmamdi degan narsalarni bek o'ylashma. Yo'q, ko'yganli korxona bo'lsa hamkorlashaveradigan ish yo'q. Ana shundaq meniyotgan vaqtimizda biz mana shu Tardaq Guli markesidagi mahsulotlar bilan tanishdik. Endi mahsulotlarning ichida mening hamda bakrak mahsulotdan bakrak mening diqqat qildiganim odam. Nimishqa degan vaqtda shirkat degan u mavhum narsa bundoq aytganda. Shundaq u jonsiz narsa. Savdo degan bu mavhum narsa, u jonsiz narsa. Mahsulotmi-chu, u jonsiz narsa. Mushning hammasi jon berayotgani kim o? Dal odam. Shundaq deyman. Nurg'un odamlarni yetaklab apmash yoki savdoning shakllarini bekitish hammasi shu shirkat qurayotgan, shu mahsulotni barpo qilayotgan shu lider, ya'ni shu odamlarning ideyasi bo'yicha ma'nogan gap. Şuna hamda meningcha şirkat tanlagan vaqtda bizga shu shirkatning qurg'uvchilarining ideyasi va ularning odamiligi har qanday shirkatning amaliy kuchidimi bakrak muhim deb qarayman. O'zimning shu xizmatchilar bilan bo'lgan munosabatimda mashtaqchi, deymiz, faqat iqtidori bo'lsam degan gap emas. Iqtidor degan boshqa, odamiylik degan boshqa narsa. Iqtidori bo'lmasa, odamiylik yaxshi bo'lsa, u odamni biz tarbiyalab olsak bo'ladi. Lekin iqtidori bo'lib, odamiylik yaxshi bo'lmasa, undaq odam bilan hamkorlashishga bo'lmaydi. Dal mushundaq prinsipim bo'yicha men bu Tardaq Guli mahsulotlarini tanishgan vaqtimda ikki liderga, ya'ni Olimjon lider bilan Anargul liderga shundaq hamda chiqishib ketdik. Bo'libmi Anargul liderniki bir o'zi, bir ayol kishi, bir ana, bir farzand, bir kelin mundaq aytganda. Amniyatda ayollarning mushu rolilam hamda mundaq aytganda yetib etkusiz bir xil besimlar ichida bo'ladi-chu. Balıq qarımızı texi, ülgümüz texi, yaxşı ayollik burcunu ada qımız texi, yaxşı farzandlik burcunu ada qımız texi. Lekin şu buruşlardan halqıgan halatda, yani cemiyetke bir türküm ayollarını başlap, üzemge oxşaş bayqılma, üzemge oxşaş yeteklap mağma, üzemge oxşaş karxan çıqıp mağma deydiğen mandaq ideyakega ayollarımız menimce baq qaltis bo'lishi kerak. Onundan başqacha deyaqtida o'zimning yana bir talab qildig'ini men kasbiy odamlarga bek amroq. Bizda universal odam bek chiq bo'lish mumkin jamiyatda. Unim qila olmayman, bunim qila olmayman degan universal odamlar bek chiq bo'lish mumkin. Lekin buningdan keyingi bozor taraqqiyoti, buningdan keyingi iste'molchilarning ehtiyoji eng kasbiy odamlarga ehtiyojliq. Demak, endi Anargul muallim, Anargul doktormi deymiz. O'zining shu tibbiy o'qigan kasbi ham doktorlikdagi amaliy tajribasi va o'zining doktorlik qilish jarayonida ko'rayotgan bemorlardan olgan shu tajribalari xulosalari orqali shu diyorimizga eng isil mahsulot bo'lgan jig'onni asos mahsulot qilib turib, mana shu jig'ondan chiqqan barliq mahsulotlar orqali kishilarning mayli ichki sog'lomligi bo'lsin, mayli tashqi go'zalligi bo'lsin, hamma jihatdan mos keladigan haqiqiy o'zi tadqiq qilib chiqargan mahsulotlarni diyorimizga sungan ekan. Şunlar mening bu xil tadqiqot bilan shug'ullangan bu xil ro'yi rostga aytsam mening baq qoyilligimni qo'zg'adi. Shuning bilan men bo'ladi undaq bo'lsa biz hamkorlashaylik. Sizlarning mahsulotlaringlarniki bozor echish, yetaklanish, taraqqiylash jarayonining hammasiga men u 1 yil emas, hatto 10 yil, hatto texi bir umr qatnashiman degan va'da bilan mana rahmat. Korxona maslahatchi xizmatini ustimizga olib keldik. Men bundan shunchalik xursand, ham shunchalik faxrlanaman. İşini mən Anargul doktorunun əməli təcrübəsi, Olimjon liderniki jiraqni ko'rarmanligi, bizdagi əməli təcrübələr biriksə, Altınşah Biopentexnik çəklik şirkəti yaqin ardılam çoxum ən qaltis bo'lgan shirkatga, hatto guruhga, joy-joylarda Altınşah Biopentexnik çəklik şirkətinin ostidagi Tardaq Guli markasidagi har xil əməli do'konlar, obraz do'konlar, shundaqla har xil kutni salonlari keyin ichilib, bizning jamiyatimizga hamma kishilar uchun eng yaxshi bo'lgan natijalarni berish mumkin. Men 2021 yildan boshlangan mushu qadamlarda sizlarning Tardaq Guldagi har bir mushu natijalarga biz bilan birlikda shahid bo'lishinglarni o'tinib so'rayman bunday aytganda. Men oxirida hamda mushu muallim hamkorlashibdi bu Tardaq Gul bilan. Tardaq Guliga qanday ishlarni qilib beramikin deb o'ylab qolgan bo'lishinglar mumkin. Men Tardaq Guli jig'on mahsulotlariniki 2020 yillik bir bozor ahvolini ozroq tushuntirib o'tsam, mahsulotlarniki hamda jig'on deymiz. Jig'on hamda bizning diyorimizga oltin mahsulot bo'lib hisoblandi. Jig'on mahsulotlarining hammasining tarkibi qandaqdir ichkiri o'lkalarda emas. Bizning diyorimizdagi eng isil bo'lgan shu jig'on o'stirish bazasida, ya'ni o'zimizning o'stirish yerida o'stirib chiqarilgan.
ham shuni xomashyo qilib turib pishiqlab ishlangan. Hozir jig'onni ishlab chiqarayotgan mahsulot ishlab chiqarayotgan zavodmi bizning diyorimizda qurilib ish boshlash oldida turibdi. Şuna biz özümüzün xam materiali, özümüzün zavodida ishlab chiqarayotgan mushundaq isil mahsulotni texmi keng xalq omasiga tunutish uchun biz har qaysi joylarda Tangirtaq Guli markesidagi obraz do'konlarini ochmoqchi. Obraz do'konlarimizga hamkorlashmoqchi bo'lganlarning hammasi faqat setish jihatida emas, amaliy hunar jihatida amaliy tarbiyalandi. Onundan başqa degan vaqtida Tangirtaq Guli markesidagi xonim qizlar kutuni saloni ochgan do'stlarimizni bir klubga jam qilmoqchi. Bu klubchi xonim qizlar kutuni saloni ichayotgan barliq do'stlarimizning yangi texnika bilmaslik, odam tutib turamaslik, xodim tarbiyalamaslik, xaridor chaqiramaslik, faoliyat loyihasi tuzamaslik qatorliq barliq qiyinchiliklarni hal qilib, xuddi o'zimiz bilan mushubnaq bir klubning ichida o'zaro o'rganish, o'zaro faoliyat qilish, o'zaro fikr almashtirishdan iborat mushundaq maqsadga yetmoqchi. Onundan başqa Tangirtaq Guliga vakolatchi bo'lib kirgan barliq azizlarimiz bir tarafdan mulozimat jihatdan, bir tarafdan setish jihatdan, bir tarafdan psixika jihatdan qattiq muntazam tarbiyalanib, ham sog'lom bo'lgan, ham go'zal bo'lgan, ham noiti iqtidorli bo'lgan, mundaqcha aytgan ham pul topa oladigan, ham chiroyli bo'la oladigan, ham sog'lom bo'la oladigan mushundaq bir go'zal sahnaga erisha oladi. Şuna ben Tangirtaq Guliga ergashgan barliq qaltislarimizni bek baxtli deb o'ylayman. Ham buningdan keyin ergashmoqchi bo'lgan barliq qaltislarimizni sizlar bilan birlikda o'zimizning sepiq akirib, eng qaltis, eng kuchli bo'lgan qo'shinga aylansaq degan umiddaman. Rahmat. Rahmat Melikizat Malım. Melikizat Malımı hozir hamkorlashishning, ya'ni mushu Tangirtaq Guli bilan hamkorlashib qilishdan keyin asos maqsadini aldınqı şərtdən dəb ötdü ya, çünki adimilik mən Anargül xanımınki məsulatda qiziqmadım, faqat adimilikə qiziqdim dəb. Əmdə məsulatma ikinci orunda toğra. Demək, dəsləb də mənmi Anargül adam bilan hazırgıca əlaqə kilişimdiki səbəb Alımcan əpəndim ikisinin adimiliki. Bulardakı bir sap qalib bacu, şundaq bir paranlaşıbla bir bilivağılı buluduğan, bular bilan bir neçə qətim söhbət qilish arqılıqla içidikini biladigan, nəhayət bir samimiy, nəhayət bir ah ko'ngilli odam haqiqatan bak jalb qiladi ekan. Endi Melikizat Malımı o'zining bundan keyingi Tangirtaq Guli bilan bo'lgan strategiyalik hamkorligi shundaqla mushu shirkatga qilib beradigan ishi ham vakolatchilar qilib beradigan ishini nəhayət tushunishlik deb o'tdi deb o'yladim. Endi meningcha bundaq kollektiv bilan, bundaq qo'shin bilan mangmasak oxirida yanıla o'zimiz ziyon tortamiz. Endi bunchalik mishada o'ltirib necha odamning oldida bunchalik va'dani bermak oson emas. Demak, bular qilalaydiganligi uchun mushu va'dani bizga beraldi. Ya'ni qizg'in olqishlarimiz bilan Melikizat Malımga yana bir qatam teşekkürümüzü bildirimiz. Mening mishada ozroq bir hikoya aytib bergim kelyapti. Endi 20 yil avval bir go'zal qiz tibbiy universitetini bitirib, Ko'mirkan doktorxonasida ishga tushdi. Axalatliq farishta bo'lib, bu yerda endi shu boshqalarning sog'lomligi uchun xizmat tushdi. Xizmat tushib, oz vaqt o'tgandan keyin bu qizningki yuziga shu suluq qapartma chiqib ketish sababli endi nihoyat bir turmushdan umidsizlandi, xizmatdan chekinadi, atrofidagi odamlar bilan bo'lgan aloqasi ozlaydi. Demak, bu suluq qapartma, bu yuziga chiqqan narsa bu qizningki turmushini ostin-ustin qilib o'tdi. Nihoyat bir ko'ngilsizlik bo'lib ketadi. Shuning bilan bu yoq o'zi tibbiy sohada o'qigan, bilim bor. To'xtab tur, men nimishki o'zimning mushu kasalni o'zim davolamayman, nimishki men o'zimga o'zim chiqish yo'l topmayman degan maqsadda izlanib, mushu bizningki hamda avloddan avlodga davomlashib kelgan, hammamizga tanishlik bo'lgan jig'on. Shunaqo, jig'onni mushu asosiy material qilib turib, mushning tadqiqotiga kirishdi. Oxiri necha yillik izdanish, necha yillik mag'lub bo'lish, necha qitimliq o'ngsizliklar orqasida oxiri jig'ondan nihoyat isil bo'lgan davolash xarakteri, o'sin tuzash, davolash, shunaqla teri asrash xarakteridagi bir yaxshi bo'lgan mahsulotni xalqimizga sunib chiqdi. Demak, buning bilan bu qizningki o'zining shaxsiy masalasi hal bo'ldi, ham nurg'ulg'an atrofidagi o'ziga o'xshash ishlarimizga umid ato qila oladi, go'zallik ato qila oladi. Demak, mushu men hikoyasini so'zlagan bu qiz bizningki bugungi Tangirtaq Guli markasining ro'yobchisi Anargül xonim. Qani, qizg'ancha vaqtlarimiz bilan Anargül xonimni sahnamizga taklif qilamiz. Mana balkim Tangirtaq Guli markasi ro'yobga chiqqani 20 yildan oshdi dedik. Nurg'ullarimiz balkim vakolatchilar biladi. Endi kelgan aziz mehmonlar, ajab biz bu markani bek bilib ketmaymizga deb o'ylashi mumkin. Lekin Anargül xonim izchil 20 yil jarayonida davron sanmadi-ku. Qattilar o'zining bilganlari, ko'rganlarini xalqqa to'kib keldi, ayamay to'kib keldi, lekin davron sanmadi.
Men shundoq bir gapni bek cho'ng bilaman. Bir ishni qilish uchun, masalan, bir daraxtni kesish uchun 60 minut vaqt ketsa, shundoq bir ulug' shunda degan, men 50 minut palti bilayman degan gapchu. Demak, Anargül xonim mushu bir eng yuqori sifatdagi yaxshi bo'lgan bir mahsulotni xalqimizga sunish uchun 20 yil tirishdi. Endi mevasini ko'radigan vaqt keldi Anargülada. Shundoq, endi qo'rqmay biz chiqib Tangirtaq gulininki tashviqotini shundoqla mushu obrazni tiklaydigan vaqt keldi. Ondaqda o'zingizning endi hozirgi kayfiyatda qanday bir yurak so'zlaringiz bor anglagan bo'lsaqada. Bo'ldi. Abay Gülgüne Бірақ ол şirketini düşündürüş degende qıp oldu şunu ama. Hakikaten çın kalbideki ben dedim kalbimden kalbi düşü deydi o. Men qo'rqan o'g'angan ba'zan gaplarni nima qilmasam tushuncha saqlandim. Endi ilqi o'zim doktor o'g'anki o'zimning o'z terisi ashta bo'lganki men chuqum o'zimniki o'z terisiga masala hal qilish uchun chuqum izlayman-da. Chunki men bir doktor. Iste'molchining masalasi hal qilish kerak. Iste'molchining hal qilish uchun da izladim. 20 yil izladim. 20 yil jarayonida nimani his qildim degan vaqtda biz mayli xonim qizlar bo'lsin, mayli apandim bo'lsin, mayli nimamiz bo'lsin, hammamiz kasal bo'ldik ekanmiz. Mayli nim kasal bo'laylik, mayli yuz terimizga masala bo'lsin, yuzimizdagi dog' donqurak sezgu teri, o'rmiliq teri bo'lsin, mayli o'zimizningki mushu yigitlar deydi, dadimizday deydi, hammasizningki mushu a'zolarimizga masalanki hammasi nim bo'ldi degan vaqtda shu kasalning sababi bo'ldi. Shu kasalning kelishi manfaatini biz uqmaymiz. 20 yil jarayonida har xil kasallarning kelishi manfaatini izladim desam bo'ldi. Dastlabda yüz terisniki demakchi. Yüzdagi nima xonim qizlarning yuziga dog' chiqdi. Chunki mening yuzim o'rmonliq teri bo'lib ketgan. Men bir doktor bo'lib, yuzimni o'rmonliq teri bo'lib ketib, o'zim qutqizamagan bir doktor. To'g'rimi? Unda bo'lsa bizdan adam kirmango, jiqqo, jamiyatimizning bek jiqqo. Qanday qilish kerak? Shunda to'xtamay izindim desam bo'ldi. Ham markani davron silish, rost desak 20 yil japa chekdim desam bo'ldi. Buningga sizmi bor? Jenjin qildigan naq maydonda Abdug'ufur bormi? Men ayni vaqtda doktorxona ishlagan vaqtida qanchalik bemorlarni izlab kelib, hadda sizmi kirib Anargül doktor, ko'chulayli 5 minut vaqtingizni bering, men bir ko'chulay siz degan. Shunami, bugun kelibdi. Intayin xush bo'ldim. Shunda xush bo'ldim. Mening mushu 20 yil doktorxona ishlagan jarayondagi mushu jenjin qildigan biri. Sabta ham galashimiz ham sattash bor ekan. Naq maydon kelgan men shunchalik xush bo'ldim. Endi bu xonim qizlarniki nurg'un masalasi deymiz, dog' donqurak sezgu teri, o'rmiliq teri deymiz. Hammasi xonim qizlarning ish ajrab. Dastlabda girim buyum ishlab chiqarib bo'lganki, bu yuz teridagi masalasi hal qilib bo'lgankilik ish ajrabsiz-chu. Undan bo'lsa bizningki jigar, uchay, oshqozon sistemimiz-chu. Ma'u byoshangni dungishga. Teri degan-chu, bu byoshangni dungishga. Nechaydi dungishsa-chu. Butunlay bizningki ish a'zolarimning ishi. Shuning uchun 10 yil nima ish qilibman? 10 necha yil girim buyum bilan Muşu meselesini hal qilish uchun nurg'un adam mendan so'raydi. Ey doktor, meni o'zim munda olib ketgan, men qanday qilman deydi. Muşu iste'molchilarning meselesini hal qilish uchun ish ajratniki, masalan, dori kesamdoq jo'yoniki, tumut nim berayli, hal qilmay turib, eng oddiy usulda pul oz qajlab meselesini hal qiladigan girim buyum ishlab chiqarmanda, bozor 10 yil oldi sap bo'lgan bo'ladi. Yana nimni huquqim sap bo'lgandan keyin 3-avlod mal kelgan vaqtda nima huquqim qilamiz? Bu yüz terimizdeki meselesi hal qilish jarayonida nima his qildim? Bizningki xonim qizlarning ish ajratning ishlari, a'zolarimizning ishi. Shu meselesi hal qilmasak yana qaytib oldi ekan bu. Shundami? Yana qaytib oldi ekan. Uni his qilib bo'lgandan keyin nima ish qildim? Yana cho'ng qildim, yana 5 yil cho'ng qildim. Ichi ajratniki bu jig'anda hamisha qilib pishirib chiqqan 428 kilo mer olmadi ba. Bizningki 3 jigar, shinson. Bizningki jigar, butun qon bizning jigar ishlab chiqaradi. O't suyuqni bizning jigar ishlaydi. Biz butunlay masalamizning jigargi masalalarni-chu hal qilib etsak, hamma masala tepida degan. Shuni his qildim degan gap. 10 necha yil. Bir doktor turib o'ylamanglar. O'ylab boqmamsizlar. Aldırmay berib xonim qizlarning masalasi men demisam bo'ldi, fuqa yana nurg'un bo'ldi-chu. Shuning uchun biz ayollarning salomatlik masalasini masalan 70% hal qilib etsak, yana 30% kamlab qolgan, men 100% bergan adam. Degan adam herkes 100% bo'lmaydi. Doktormi 100% bo'lmaydi. Chunki men shu qadamga 100% adam. Men shu doktor. Ayollarning salomatlik masalasini hal qilish jarayonida yana izindim. Eng oxir kelgan vaqtida. Yana shu jig'ani ishlab chiqardik. Nima degan vaqtida biz asli keltirish bak muhim. Asli keltirmasak qaytadi. Kasal yana qo'zildi. Biz do'konda masalan 7 kun davolaymiz, 7 kundan qaytildi degan gap. Yana doktorxonaga boramiz. Chunki butun badanning immun kuchi to'lab ketib, hujar o'lik holat degan gap. Biz uni jiho qilamiz degan gap. Hujar shibo degan jiho degan bu jig'an eng oxir kelgan vaqtida mening bir umr qildigan
ishim nima degan vaqtda o'sha jig'anda hamisha qilib ishlab chiqargan butun mahsulotimizdan bir yil mishalday hayz kelmagan shu xonim qizlarni hayzni biz keltirib o'tdik desak bo'ldi. Bu odatdagi ish emas-ku bu. Biz odatdagi ish emas. Biz doktorxonada necha yil ishlab bunday ishni qilib bo'lmaganmiz. Antituni urdik, penjini berdik, kontrol qilish jarayonini qildik. Lekin bu masala biz hargiz hal qilolmagan. Bizning jig'anni kelib ishlab chiqargan qavziyat deymiz-ku. Qavziyat intayin bekchiq hozir. O'zimizning o'z ta'mi sharbat, mening yo'lishim zavodda oldi sep shu zavod bo'lib, jig'an bazda bo'lib, o'z ta'mi sharbat 12 oy. Bağırçıcı 12 ay, fanfuci canımdık demekçi küçük bu baklarım birimiz yengep. Hazır kabziyet 3 yaştan başlaptı. Demekçi tuğup ceyrende, bu şu kosaklı bağa baktılar, ana dikkat kılmakta, balık kaldı yengep. Şunun için bizim cihanın mesuatimiz 20 yıl ceyrende, 20 işkil mesuatimiz, bunu bügem azıran bir davran saldık desek mi oldu? Bu bir çoğun bir netice sen bunu. 20 yıl oldu, emne davran saldık. Çünkü mükemmel buluşun. Mükemmel buluşun. Biz bu markimizni bir gün qilmaymiz, 2 gün qilmaymiz. Men bo'lsam, yo'lishim bo'lsa, bir umr qilamiz davtimiz buni. Shuning uchun biz buni shiya deb qaraymiz, shu o'zimizniki. Endi kengulamda necha kun bo'lib qoldi, ishkirdiki, do'yindiki, mushu qindash millatlarning zavodlari, mayli nim bo'lsin Shanxay Beijingda. Intayin yaxshi biz do'yinni yuyin qilib, do'yinlam jiboqqan to'q, intayin jiq kelyapti. Sizlarniki o'xshamamdi deb, meniki o'xshamaydi dedim. Nima degan vaqtda bu jigan nada bak, ne mongoda ba. Çinhay'da ba. Lekin bizninki miyada Şinjan'niki biz mao kunning nuri shuncha tik tushdi. Meyveli shunchalik yaxshi bo'ldi ekan. Solishtirib baqdik. Undan bo'lsa, sizniki aning qanday o'xshamaydi degandim. Sen tetib baqsan, ishitib bo'lgandan keyin bo'shta bir iste'mol qilib baqsanglar bo'lma deydigan fikr berdim. Boshqa gapni qilmadim. Iste'mol qilib bo'g'ishlarimiz deydi. Demakchi bizning vakolatchilar mushu iste'molchilarga bizning mas'uliyatni hal qilish uchun umumiy sonliq bo'lib ketdi. Iste'mol qilib bo'g'ishlar mayli nima bo'lsin, bu organlik mas'uliyat bo'lgandan keyin bu masalasini hal qila oladi degan gap. Shuning uchun 20 yil endi jafo tortibdim desam bo'lib, bugun kichik tipdagi bir faoliyatlarni qildik. 7-oyda agar amiya agar shu ichilib qolgan shu qolsa 20 yillikniki biz bir cho'ng bir tag'tagulga davron solgan bir to'lgan kunni-chi o'tkazamiz. Mush xotdan qashqa butun amiyaga cho'lab keldi. Mening his qilganim nima degan vaqtida biz iste'molchiniki masalasini hal qilish jarayonida iznib baqsaq, iste'molchiniki bevosita bağandan keyin iste'molchiniki masalasini hal qilib bo'lgandan keyin andingiz bu iste'molchi taqdim iste'molchi bu bizga cho'qim iste'molchi bo'lib andiz keng ko'lamda tashkil qiluvchi bizniki tangirtaguliki mas'uliyatimiz katta ko'pangda yo'q. Nima davron solmay turib iste'molchini qo'lga bordi, vakolatchini qo'lda iste'molchini qo'lga oldi. Hozir mush so'rab boqaymish vakolatchi qo'lda mol bormi? Hech kimning qo'lida mol yo'q. Mol bo'lsin az. Bevos iste'molchini qo'lga bordi. To'g'rimi? To'g'rimi? To'g'ri bo'ldimi vakolatchilar? Qo'lingda mol yo'q shunami? İste'molchi yugurib kelgan vaqtda mol to'liqlaysizlar shunami? Endi ishkirga beramiz. Endi bu mahsulotni ishlab chiqarib bo'lgandan keyin shu demakchi iste'molchi qancha iste'molchilarga biz ko'p taqtib bergan vaqtda shu iste'molchi sizlarga iste'molchi bo'lamdi bo'lmamdi. Bo'ldi shunami? Shirkat taraqqilamdi. Sizlar taraqqilamsizlar qilmamsizlar. Shunda bo'ldi shunami? Tarbiyalash ati bo'ldi. Unda bo'lsa mening yurak so'zim bugun barliq kelgan izm imamlarimiz, barliq kelgan vakolatchilar bugun hammanglar jabati chekib kelibsizlar. Matipdagi faoliyat sal kichik bo'lsa-mu, yomg'ir qilibda cho'ng'i chaqirma. Shuning uchun bizning yonimizda turib, necha yil yoqib bizga vakolatchi bo'lib, ham iste'molchi bo'lib, o'sha mollarni undan setib chiqarib qilganga chin dilimda rahmat aytaman sizlarga. Bo'ldi, men bir şey sizlar. Rahmat Anargül'e. Anargül doktor. Endi ikki nom bor. Anargül xonim, Anargül doktor deb. Haqiqatan ham endi 20 yillik izdinish natijasida boya o'zim pek hayajonlanib ketdi. Endi o'zing yurak so'zini sizlar bilan o'rtoqlashdi deb o'yladim. Demak, 20 yil tatgan jafalari, 20 yillik natijasi mana bugun dastlabki qadamini besib o'tiribdi. Ishimiz bundan keyin mayli cho'ng ko'lamdagi faoliyatlaringiz bo'lsin va yoki shirkatingizning taraqqiyoti cho'qim yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Undaqda qizg'in alqish javoblarimizni Anargül xonimga bergan bo'lsak, rahmat. Endi yana bir aziz mehmonimiz mushu Urumchi Oltinshoh Biyu Pan-texnika cheklik shirkatining go'zallik yetakchisi, uzun yillik teri asrash mutaxassisi Gulnisa olimni mushu go'zallik to'g'risida ikki eg'iz to'xtalib berishga sahnimizga taklif qilgan bo'lsak, qani marhamat.
Yaxshimizlar ko'pchilik, güzel xonim qizlar, narqaram yigitlar. Hammanglarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. Men Gulsam olimdan hamanglar o'tliq salam, ham oliy ehtirom. Vaqt masalasidan qisqa so'zimni qisqa qilsam, mush Tangirtog guli degan marka chiqsa bir she'rlarni, qo'shiqlarni qo'tayotgim keldi odatda. Balkim mening vakolatchilar Tangirtog gulining vakolatlari doim biz yodlaydigan she'rimiz bor deyman. Tabiatning so'g'isi Tangirtog guli, hayotlikni uchrashtiruvchi Tangirtog guli, jihrimizni yo'ritquchi Tangirtog guli, qalblarni tutashtirgan Tangirtog guli deb so'zimni boshlayman. Bu she'rni shu hayajon ilkida 2 yil oldida bu shirkatga tunji qatim tarbiyalash ishi bilan hamkorlashquchi bo'lib kelib, butun jihrim bilan, yuragim bilan Olimjon direktor bilan Anargul doktorni do'st tutib, haqiqatan bir-birimizdan qalbdosh, kasbdosh bo'lib 2 yil bo'ldi o'sha Tangirtog gulining markasininki tarbiyalashlarni qilyapman. Mush jarayonda abiyamma bizningki Malik Satmalim, bizning riyosatchimiz Gulgina xonim shundoq yaxshi inchik tushunchalar berdi. Bu ikkisining haqiqatan odimiyligi, samimiyligi, oq ko'ngilligi, kasbchilik ro'yi meni haqiqatan magnitdek tortib bu shirkatga keldi. Shunga o'xshash men 10 yillik rahmat, ko'pchilik rahmat. 10 yillik kasbiy ma'lum o'sha terasrash, obrazlaylash, kasbiy jihatdan universal tarbiyalash jihatda 17 yillik hayotimni mush go'zallik bilan beg'ishlabdiman. Eng oxirida mush Tangirtog markasiga esildim desam bo'ladi. Nima uchun deganda men haqiqatan bir go'zallikni so'yguchi ham go'zallik yetakchisi, go'zallik elchisi bo'lish suhbatim bilan ko'pchilik faqat haqiqiy sog'lom bo'lgan, yaxshi tabiiy bo'lgan, yaxshi kasbchilik yuqori bo'lgan bir yaxshi bo'lgan go'zallikni yetkazishni orzu qilaman. Xalqimga yetkazish uchun barliq kuchim bilan tirishman. Buningdan boshqa yana biz mushundaq yaxshi bir organik bo'lgan yaxshi mahsulotni jamiyatimizga to'ntish uchun yaxshi bo'lgan kasb ekinlariga muhtoj bo'lamiz deyman. Shunga o'xshash men barliq necha yildan buyoq o'rgangan bilimlarimni mush Tangirtog guli kirgandan keyin tarbiyalashlarda asos jihatdan haqiqiy ilmiy tarbiyalashlarni ipaduq. Nima uchun deganda yaxshi bir organik mahsulotga cho'qim kasbchiligi yuqori bo'lgan bir ustoz muhtoj bo'ladi. Yetaklab vakolatchilarimizni oldingi yili har oyda 3 qatimdan tarbiyalashlarni qildik. Bundan keyinmi har vaqt tarbiyalashlar bo'ladi. Mening asos jihatim mush amaliy tarbiyalash. Nima uchun deganda go'zallik faqat tashqi qiyofatimiz emas, ichki qalbimizdan urg'ib chiqqanda go'zallikni faqat tabiiylik bilan ifodalaganda haqiqiy go'zallik namoyon bo'ladi degandek, mushundaq tabiiy bo'lgan go'zallik sohasiga tabiiylik bilan kirganda xonim qizlar mangu go'zal bo'ladi deb o'ylayman. Suniylik vaqtli bo'lib qoldi haqiqatan. Shunga o'xshash so'zimni qisqa qilsam, mushu tarbiyalash jarayonida biz xonim qizlarning teshini, ichini, obrazini, kiyinish o'lchimi, mingishi, yurish turishi, uningni boshqa yana nurg'un kasbchilik ro'yini yuqori ko'targandan sirt yana biz jamiyatimizda haqiqiy kasb ahliga tushliq, layoqatli xonim qizlarning vakolatchi bo'lib, hamkorlashib bo'lib jamiyatimizda nurg'un yaxshi bo'lgan mahsulotlarni bozor etishga asos solamiz. Uningni boshqa bizning Tangirtog gulining markamizdagi mahsulotlarning hamma xom ashyosi Shinjongdan chiqadi. Ham tabiiy, ham sizga tabiatingizga bo'lsin, sizning ishlatsangiz, iste'mol qilsangiz haqiqatan sizga singib yoqadi. Nima uchun deganda, mening mushunday go'zal turishim o'zim maqtab olay, mush Tangirtog mahsulotini ishlatgandan. Kelgan. Rahmat ko'pchilik, hammanglarning qimmatli vaqtinglarni chiqarib bugungi shunday yaxshi bo'lgan uchrashish faoliyatimizga ham bizning ko'ngil etish faoliyatimizga kapagininglarni bugungi hamkorlik o'tirdiki, biz shunday yaxshi bo'lgan sorunimiz kapagininglardan shunday suyundik. Hammanglarni bundan keyingi taraqqiyatimizda Tangirtog guli bilan tang qo'l tutishib, mangulik, go'zallik sahnasida taraqqilishimiz uchun, qo'l tutishib taraqqilishimiz uchun yana bir qatim sizlar bilan tang taraqqilish uchun ba kuchim bilan sizlar bilan birga mingishga tirishaman. Rahmat ko'pchilik. Bak va'dalarni beryaptimni magilgina. Bu shu sizlarni va'da berdi deb ochiq qizimiz hamda. Rahmat Gulnisa ma'lum. Hamda bayatdan Gulnisa ma'lum Anargul doktor shundaqla Maliksat ma'lumning ko'ngil bayonlarini anglab o'tdik. Mishada mening mushu kayfiyatga bizningki mushu naqshchimiz Osmonjonni sahnamizga tahdid qilib, bir ikki naqsni anglag'im kelyapti. Qanday sizlarning anglag'inglar bormi yo'q?
Osmancan'ınki şu oxuya bulup degan naqsi 2009-yılı deyman. Şundaq bir moda olgan. Şundaqmı? Ali mektep vaqtlarımızda hem de eğitip qalatdıq, azaplanıp neçələri yığıla ketətdi. Demek hem de şu vaqtda şunda bir davr moda bolgan. Yili hammo balkim şu vaqtki kayfiyatni, şu vaqtki hissiyatni tapa alaymiz deb o'ylayman. Qani sahnani sizga qoldi. Yüreknin beğına Sevgen yarım dertleri Okya bulup Tegdi yüreknin beğına Sevgen yarım dertleri Umudım kaçan tüger Bu yüreknin dertleri Seni dep men taslı kaldım Aziz candın keçkili Şirin candın keçkili Umudım kaçan tüger Bu yüreknin dertleri Seni dep men taslı kaldım Aziz candın keçkili Şirin candım keçkili Başta kusan gibini uçuk Yüreklerim olmaz dip uçuk Başta kusan gibini uçuk Yüreklerim olmaz dip uçuk Seni dep men kezligem Halmıdı sahra şehir Takat yoktur bu canımda Yiginim boldi zehir Salladın sen bir nezer Seni dep men kezligem Halmıdı sahra şehir Takat yoktur bu canımda Yiginim boldi zehir Salladın sen bir nezer Şunçilik amra dedik biz Canımı ayımaydıgan Şunçilik amra dedik biz Canımı ayımaydıgan Dumadım közdekdimi Söygümüz boldi hazan Yayrimde sıranında Kıynılıp az kaldı can Sen buldun mengü babam Dumadım közdekdimi Söygümüz boldi hazan Yayrimde sıranında Kıynılıp az kaldı can Sen buldun mengü aman
Rahmet. Ama sizlarga yana bir naqsh o'rlab bermoqchi. O'sha yangidan ishlagan bu naqshamni. Ha bu naqsham juri bo'lib, sanimiz kichik bo'lsa-mu, juri bo'lib usluga shundan qarshi olaman. Sahnimizga marhamat. Ha. Acayip acemim oynay dep geldim. Vay hanım kürey dep geldim. Bu melenge acayip acemim oynay dep geldim. Vay hanım kürey dep geldim. Eyler var mı, eyler yok mu? Acemim billey dep geldim. Vay hanım kürey dep geldim. Eyler var mı, eyler yok mu? Acanım billey dep geldim. Vay hanım kürey dep geldim. Kuşerinde acayip acenem akrap ürteyim. Vay hanım şekrep ürteyim. Kuşerinde acayip acenem akrap ürteyim. Vay hanım şekrep ürteyim. 15 yaşta gel yani acenem taşlap gideyim. Vay hanım başlap gideyim. 15 yaşta gel yani acenem taşlap gideyim. Vay hanım başlap gideyim. Yandı değdim acayip acenem meylim üzemim. Vay hanım kümlüm üzemim. Adı değdim yandı değdim acayip acenem meylim üzemim. Vay hanım kümlüm üzemim. 80 kamça vurgan bilem acenem yarım üzemim. Vay hanım kümlüm üzemim. 80 kamça vurgan bilem acenem yarım üzemim. Vay hanım kümlüm üzemim. Vay hanım yarım üzemim. Rahmet ko'pchilik. Shu Tangirtaq yo'lininki sizga azroq ko'ngil so'g'isi va qabul qilib olgan bo'lsangiz, yurakka bordimi? Ovozinglar chiqmaydi-ku. Ha, bunda baqirab turibsizlar, qatib turibsizlar debchi. O'tirib, men bunga o'ylab ketdim 2009-yillarni. Qaysi muhabbatlar жүрген bo'g'itdan debchi shu chaqlarda. Rost haqiqatan bek lirik kuydi. Mau kuy hamdiligi seni deb men tasliq qoldim Azizjonning kashkili deb sizlarga bek tushdi ekan. Jig'onni deb tasliq qoldim Azizjonning kashkini debchi Anargulda. Haqiqatan mo'a güzel bir melodiya. Rahmat. Rahmat Osmonjon, sizga rahmat. Bundan keyingi kasbiy hayotingizga zo'r utuqlar tilaymiz. Texmo güzel melodiyalarni yangiritib turishingizni umid qilamiz. Rahmat aziz mehmonlar. Kayfiyatlar bizga yuqori ko'tarildi shunami? Ham sahnimiz kichik, hammaylar tushib o'ynab bo'lamidik. Hamda navbatlashib birdan ikkidan tushib o'ynasak bo'ladi. Demak, hamda har bir ish mushta qo'llash bo'ladi-ku, har bir ishda. Demak, hamda mushlarninki alaydan vaqt chiqarib, bugungi faoliyatimizni qo'llab mush o'rinda o'tirishimi, balkim bularning nurg'un ishlari bor bundan sirt.
Muş yerdeki vakaletçilerimiz bolsun, başka aziz mehmonlarimiz bolsun. Demek bir-birimizni qo'llab, bir-birimizga mehr muhabbet yetkizib, mana bu shunday hamdastxon bo'lib turishimizning o'zimi bir katta ish deb o'yladim. Rahmat sizlarga. Xo'sh, undaqda kun tartibimiz bo'yicha biz shu to'xtam imzolash marosimimizni bir o'tkazib olgan bo'lsak, shu ustalga jo'zlan bir tayyor qilib bergan bo'lsanglar. Oldi bilan shu hamkorlik to'xtami tuzishga Malikizat muallim bilan Urumchi Altın Şah Biyu Pantexnika cheklik shirkatininki mas'uli Anargul xonimni sahnimizga taklif qilamiz. Bu ikkisiniki shu strategiyalik hamkorlik to'xtamini imzolab olgan bo'lsa. Muşunaq hayajonli minutlarda Maryamgul xonimning bir ikki og'iz yurak so'zini anglag'im kelyapti. Hamda Maryamgul xonim bilan men bir yil avval tanishgan ishkaylar. Shu Aqsuv shahriga bir faoliyatda tanishgan to'q. Undidarimiz bor chambarakda ko'rib turman. Men haqiqatan qoyil bo'ldigan bir to'r savdogari. Haqiqatan bir qoyilliqimni qo'zg'aydigan ham biz o'rganishimizga arziydigan bir shu tijoratchi desak bo'ladi. Haqiqatan bugun mana men 5 yil bilmabdiman. Baynayasidan kelgan Maryam bir xil tonish anglandi, lekin bu adimiz ekanligini bilmabdiman-da. Demak hamdi sizmi Maryamgul xonimni to'g'ri tanlabsiz. Demak ham Maryamgul xonimmi shu Tangirtaq gulidan iborat bu kollektivni, bu mahsulotni to'g'ri tanlabdi deb o'yladim. Chunki bu yoqni taniyman, sizni bilaman, men 2 yillar taraf turib gapirmayman-da, chunki o'tirib turib gapirdim. Demakchi, ikkinglarning endi bundan keyin hamkorliginglar cho'qim yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman. Maryamgulada ikki qiz yurak so'zingizni anglagan bo'lsak. Salam mush sorunumuzga Gulchiroy xonim qizlar, Navqiron apandilar, hamma vasinglarniki keshligi xayrli bo'lsin. Men Aqsuv Bay diyardan keldim. Mening o'zimning şirketim var, kasbiy tarbiyalash maktabim var. Yani o'zimning asli kasbi go'zallik kasbi shug'ullanman, Meyron ifade qo'yamiz. Endi bu mahsulotni men tutqilib 1 yil oldi. O'tgan yil yechingdan boshlab tutgan, ta hozirga qadar tutyapman. Lekin haqiqatan bek yaxshi bozorga tushdi-chi, bizning o'sin tuzash o'rnimizga alayit tushdi. Chunki bu mahsulot terni haqiqatan jiltizini davoldi. Mayli ayolninki ichki ajratma bo'lsin, ayol deymiz, tashqi donxo'rak deymiz, dog' deymiz, haqiqatan davoldi. Unumini haqiqatan ko'rdik. Şuna ben şu bu qetim hem de şu Anargul doktor alayı teklif qildi. Özüm oylandım bir işni qilganmiz, etganda qopdiq, keçdi, yatdiq. Lekin bir minut vaqtimizni o'tkazsak bo'lmaydi ekan. Endi mishtaqlam qilgandan sal o'zimizga bir besim berib, arzuni sal cho'ngroq qilib, besim berib qilsak, texim yaxshi bo'ladi degan holatda men qattiq o'ylanib, tunnigun Anargul doktor bilan o'zim berib fikrlashdim. Shuning bilan millionlik to'xtamni o'zimga bir vazifa qilib qisqa vaqt ichida mana millionlik bir to'xtam qilib, mana o'zim besim bergan holasi bir qilib boqay, texim bek tuntib, mana Anargul doktorga agishib. Masalan, endi men shirkatim bor, men ishlab chiqarsam bo'ldi mahsulotni, lekin ishildim deb ishlaganga hisob emas. Bozorda mahsulot noyitim bekchiq. Lekin haqiqiy bu mahsulotdek ostidan davolaydigan, ham ichidan, ham sirtidan davolaydigan mushundaq bir mahsulotni o'zimiz ishlamsakmi, mushundaq ishlab chiqargan tajribali ustozlar agashsak, buning texim yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Şuna ben Anargul doktorunu tanlap, Cihan'ı bütün Şinjan'ı tuntuş maqsadida endi millionlik to'xtam imzaladım. Teşlik bo'lsa, yani 2 aydan keyin 5 millionlik to'xtam imzolaydigandek turman. Endi vasinglar ko'p rahmat. Rahmat Maryamgul xonim, men 3 oy deb sen uzun mo'ljallayapti. Bu 1 millionlik mahsulotingizni shu Maryamgul xonim 3 oyda setib bo'ldi deb o'ylagandim, lekin 2 oyda da hamdi. Demak, hamdi o'ziga bo'lgan ishonchisi haqiqatan shuna qila oladi. Biz ishimiz shunaqo. Shunaq bir gap bor, sening nima ish qilishing muhim emas, qandaq odam bilan bir ish qilishing muhim deb. Demak, 2 yillar hamkorlik o'rnatadigan o'rinni, odamni noyt to'g'ri tanlabsizlar. Bundan keyin hamkorlikinglar 5 millionlik to'xtam bilan to'xtab qolmasin. 10 million bo'lsa, uningdan yuqori darajadagi hamkorlik o'rnatishinglarni biz ham chin ko'nglimizdan umid qilamiz. So'zingiz bormadi? Tunigim ma'zur so'zi ba'zilar. Tunigim Maryamgullar suhbat o'tkazdik-ku. Bu millionlik to'xtam degan va'da-ku. Va'da turmush bo'lmaydi-ku. Men va'da turma, Maryamgullar va'da. Chunki nechiz qiladiganini ben ishilmaydi-ku. Muş yakınımı biz diyen Xotdan, Qashqa, Aqsuv, bütün Yanshungan'a bir çökelep geldim. Yanshungan'ın ki asat jeti tarbiyalashga, kasbga bak muhtaç bulduk enchu. Biz şunqu abay Melisat doktor dedi, biz şunqu klubimizni qurup, intayin 100 tuvan tanakida.
3600 koyullarımız kulüpümüzde nurgun meselesini hal kılamaydıgan meyli karxançı olsun, meyli istimalçı olsun, meyli yüsündüseç, meyli kanda orun olsun. Biz kalbimizni içip, şundan mamilik zat doktor, kalbimizni içip, barlık bilimizni, benim 20 yıl boğan bilimimni, hemmisini töküme şinjanı dep vaat kıldım. Meyli meslatlarını bulunla, meyli tanrıta gül bolsun, meyli bolmusun. Ben bütün kalbimni, bütün üzemdeki muşu kalbimle muş bilimnin hemmisini töküme şunun için ben muşu Meryem Hanım'a işinime, çeksiz iştime. O 5 milyondan ki yecisini çıkırış için ben 50% koşunumdan ki ben çıkırma demekçi. Ben yeni bak. Şunun için bu yeci çıkamdı çıkmamdı. Çokum çıktı şunu ama. Şunun için ezirmem. Ezirmem. Ben bak. Ezirmem şunu ama. Kaçancı siz bak o ha. Şunu ama. Ben kacetli olsun biz bak. Kacetli olsun biz bak. Çünkü bizge 20 yıl olup kaldı tecrübe. Bekme olup gittik. Meyli setişi olsun, meyli kisel görüşlü olsun, meyli meslat olsun, nim olsun. Ben de bah. Hemen nersemle birime. Muşu yıllıkның ahırısı diye Melikzat doktorlar işkimiz dedi karhan mesaj oldu. Yi beycal so diyen ki ben hücum kılma. Yi beycal so diyen hücum kılma. Ben bugün sakın tuttum. Yi beycal so diyen. Layık kurmetini gün çıkırıp olduk. Allah'a emanet çıkırıp ettik. Bana 5 çıkırıp ettik ha. Tüngen de bizim yanı koşun ba. Muşu demek ulamı sepimiz koşulup oldu. Sepimiz koşulup oldu. Şunun için bu verdi namını bir yerde bir programla hesapımız çıkın verdimizge. Erden başlap xulmay bolsam mı? Çıkın şu neticeni çıkırma. Sizlerge şundaq bir söz näde yaqığım kelyapti da. Ter töküp çatsaң uruq, yer seni koymaz quruq. Demek Anargül Hanım tökümädi go. Tökütdi. Әткүлләрдән o çoqum sizga yaxshi bir usul, yaxshi bir mev berdi dedik. Chunki siz ajr bilan tökdingiz. 20 yillik natijangizni tökdingiz. O quruq narsa emas. Demak, sizning yig'ib olgan usulingiz uningdan jiq bo'ladi. Rahmat. Qani, Maryamgul xonim. Әмдікі нөвәтті мұшу вакалайчылық тоқтам имзалашқа біз Үрімчіден Делнұр ханымны сәхнімізге тәкліп қылған болсақ. Қане, сәхнімізге мәрхәмәт. Сәхнімізге мәрхәмәт. Sizden bir muşu hazırki keyfiyatlardaki bir yürek sözünüz bilen ortaklaşsak. Yaxşımızlar köpçilik. Ben Şinjan Artan Xalqara Soda Sıdarlıq Çəkilməsi şirketinin qurğucusu, hem şundaqla danışman tip sağlamlıq zincir simandıqının qurğucusu. Hem de bu Anargül Hanım bilen tanışını başlasam bir bek uzuncu. Qısqalamı qıp düşendireyim. Ben bu 2007 yılı işkirdim Ali Mektebini bitirip Şinjan'a qaytib kelgendikin. Yüzümge bek uşaq bir narsa çıxıb ketdi. Bunun bilan qutlashishdan hamda shunda izladim. Ondan keyin mush hammamiz bilamiz DSM-soni, mush hormonlik dorini surib kelgandan keyin nayt qisirib oldi-da. Shuning bilan mening bir navradamniki mush tanishtirishi bilan Anargül xonimning yoniga berib qoldik. O vaqtdan Anargül xonim mush sanishxonamizda bir Sol sarayning kayinida ajatga biz bir qator paydonan saqlash orqali hamda bu Anargül xonimniki mening yuzimni bir davolab qo'yishga muyassar bo'ldim-da. Şu vaqtda 25 qo'ygu deyman, kichik ikki tal bir nima bergan, kechilik, kunduzlik debju. Shu ikki qutni ishlatgandan keyin mening yuzim alaydi paqirab, dani xo'raklar yo'qab qildi. Endi o vaqtda yashagandan keyin men grim qilishga aldirab ketib bir bosqichda ishlatdim-da. Shuning bilan shu izlar qolib qoldi endi. Lekin men shu vaqtda 3 oygacha ishlatdim degan. Endi men shu yillardan keyin yuzim saqayib qolgandan keyin xizmat aldirashchiligi yoki boshqa ishlar bilan uni unutib qoldim. Mush yaqında
bulturgun deyman ha. Bultur yana bir do'stimninki tavsiyasi bilan shu yuzimni inkimni osti bir narsa kitib meni hamda bir yerga boshlab operay deb opadida. Opagandan keyin 2007-yildan tortib 2020-yilga aniqlik nurg'un vaqtlardan keyin yana qayta ishib qoldik. Qarsam bu doktor ekan, "Voy, bormi, siz bormi, men bormi" deyishib ikkimiz yana boshdan deb burunqi ishlarni deyishib shuning bilan hamkorlik tuzayli deb hamkorlik tuzishni planlab ketdik shu vaqtda hamdi. Andan keyin bizning shu zanjirsimon do'konlarimizga berib bizga shunda yaxshi yordamda bo'ldi, yordamda bo'ldi. Ham mening qiyinchiliklarimni hamda shunchalik yaxshi yengib berdim bir jarayonda. Mening eng beshim qiybatgan chaqda men bu Anargul doktorning bir bemoridan hozirgi hamkorlashishga aylanish, ham shundaqla mening egligimni rivojlantirishda menga yordam qilishdek bir qator tartiblar bilan, taqdirlar bilan mana hozir bir yaxshi bir hamkorlashishga aylandik. Mush munosabatdan Anargul xonimga yana bir qatam rahmatimni bildiraman. Rahmat sizga. Ko'pchilik hammamiz bilim kuch deydi ekanmiz. Bu bilim degani haqiqiy amaliyotga aylanmasa kuch bo'lmaydi ekan. Men bugun shu Anargul doktorninki bilimini haqiqiy kuchga aylantirganligini qattiq his qildim. Shunlashqa o'rgangan narsamizni to'g'ri joyda ishlasak, hamon bir natija bo'ldi ekan. Ko'pchilik rahmat, sizga rahmat. Dizungni ben bir nim qilay. Men azat dizungni tushunish asas qilay. Bu Dinnur alamat qaltışçı. 20 yıl aldı da meniki yüzde yerken ben size qilishimni izlab ekan. Yani arlaq taşırtıp, yani ikimiz hamkorlashib degandek bo'ldi. Bu dizung degan qotanda 8 nayida, har bir nayida 40 bin falık yanşıngan içip tuttu. Neçe vayga bu dizung yo'qolib ketdi, ne ketdi desem, amaliyat qotanga berib, qotanda bütün 8 nayga, hemen ayga, hemmisi gradus nimesi şu pinfon sanı 100'ün düşmeydi. Berib hayran qaptım ben. Dizungsiz Ürümçide turib bu yerga nimba sizga desem, voy bir şey kesek, tuvan qatlamda başlasak ticaretni yaxshi bo'ldi ekan, u yerda uning bemor bizga muhtoj ekan deb har bir kuradorimiz 200 bin franc. Shuning uchun har bir yerlarga 2 kun turib, men ashada faoliyatlarni qilib berib, iste'molchilik masalasini hal qilish jarayonida, bizning mahsulotimizni bog'lab nim qilib, iste'molchilik masalasini hal qilish jarayonida, nurg'un hamda yanshungan kirgan bo'lgandan keyin iste'molchilik masalasi har xil masala bo'ldi ekan. Şu bu yanda etkimiz. Teran meselesi olamdı o. Meli kandak keselin şu olsun bizimki hemmisi düşken olan diken. Ben neredesin şu yerde şu? Neredesin şu yerde? Bacı ben. Hem caydı buldu. Şunun için dizun olan biz hotanne tüktüp, hotanne bütün tüktüp biz Beijing şişe langdian zong. Yatak kırıp oğuş Beijing şişe langdian zong olmaz. Azrak jignaçımız xulaslayımız degandek. Muşu qiyinchilik qilib qolgan bu ishlarning ham bizning mas'uliyatni kirgizib bütün Yanşıngan'daki muşu koşullarını deydi, meyroşlarını terbiyelep degandekçi. Ayadiyan bir doktorumuz var, jongi oturdu ayna, sahne çıkmadı da. Muşu doktorumuz bulmağa olsa, ben o hizmetini çok resmi tüydüp bulamayım. Çünkü dizonunki 200 bin franlık Yanşıngan'ın içinde, bir Yanşıngan'ın içinde 1000 huyen bakken. Bir gün önce 100 adam tüketsem, yalğız tüydüp bulamayım. Biz açtamak yemeğimi açta işledik desek buldu. Bu kesip suyundan adam çıkmışsa olurken. Aldıdaki hizmetini kıp poptu. Ahıda ben geldim, ayadaki Mayra doktor vardı. Mayra doktor bağımğa olsam ben resmi payılmaydım da. Onun deki Kaşkaya geldik, Aksu'daki Meryem Gül'ündeki bir yanşın 200 gradusu yanşın var yüyin kılamaptı. Kandak kılışını terbileş işip koygan bile bulmaptı bu işler. Mağmaptı amdık Allah. Mağuzub Meryem şunu ama redderdik pisilip hatta şu yanşın varının tazlıkını ben Gülsam alımda işkimiz kıldık. Tazlıkını kıldık şu yanşın varındaki. Kesip. Maden kesip. O nimbol dediği vakti anı ayak tizipti, manı bir ayak tizipti, yanşınganı yüyin kılıç katlı yıkmaptı. Biz Aksu bayda en çoğun bir 200 bin franlık yanşınganı yüyin kılamaptı. Biz zamanımdan birinci günü başlayıp ballarını, koşullarını terbiyeledik, kesbi ders verdik. Üçüncü günü başlayıp paliyatını başladık. Hatta işkimiz tazlıkını mı kıldık? Şu ballara tazlıktan başlayıp, güzellikten başlayıp tatıp, biz ügettik diyen gep. Şunun için, siz mi özürmen? Mayremgül siz mi özürmen? Çokum kılmız, kesip suyudan kandık. Müsta buldum. Rahmet sizge. Rahmet, Anargül Hanım, rahmet. Anargül Hanım, minamı şunda sizler bilen hemkarlık ornatkan var, lekin pulum yoktur. Demek hazırgıca hem de bu ciğanın meslatını ben işiltimen o. Hakikaten belki yakşı terasıraş meslatları çok. Künüp kettik desek buladı hem de bu meslatka. Her gittim Anargül adamla görürsek,
bir kirsiniz deydi, ya bekarlık vakolatchi bo'lin demaydi. Demak, endi chaqchaq endi xush bo'ldim. Mushundaq Anargul doktorga ishinib, mush kollektivga ishinib, millionlik mushundaq uzun mezgillik davolash shundaqla kasbdagi hamkorlikni o'rnatish oson emas-ku. Hamda 1 million pul degan jiqodamdan chiqmaydi, ham oson chiqmaydi. Chunki oshni mablag' selish uchunmi, balki Maryamgul xonim Bayden kagacha bekchiq o'ylashgan bo'lishi mumkin. Salaymi, sanmaymi shundami? Lekin oxiri dedigu ishonch. Biz ishonch bo'lmasa bu ishni qilmayman deb. Ikkinchisi va'da. Va'da bo'lgankan uni cho'qim amaliyotga aylantirdi. Demak, Anargul xonimmi bu hamkorlashuvchilarga nihoyatda cho'ng va'da. Men sizlarning qishinglarda bor har doim deb. Bu vakolatchilarimi, bu hamkorlashuvchilarimi Anargul xonimning albatta umidini yada qo'ymaydi deb o'ylayman. Mushu to'xtam imzolagan har bir vakolatchilar, har bir hamkorlashuvchilar uchun yana bir qitim qizg'in chavaqlar bo'lsin. Mushu kayfiyatlarga men mushu sahnamizga bizning kuychimiz, dаңлық атақлық нақшычымыз, мен әң hürmetlaydigan naqchilarning biri Hasanjon apandimni sahnamizga taklif qilgan bo'lsak, lirik kuylardan bir ishkin anglagan bo'lsak, qani Hasanjon sahnamizga marhamat. Xo'sh, barliq azizlar, mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Tangritog' gulininki mushu jigan o'simlik ichimligininki buningdan keyin texmo yaxshi bozorda texmo olqishga erishib barliq mush qarindoshlarninki uyda tizilib bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Ikkinchidan yani bir gapim nima desa, abayning yaqibek xonim qizlar deb turib oldinglar-ku. Bu jigan o'simlik ichimligi bu xonim qizlarga emas. O'g'illarga keladi bu. Shundada. Shunlashqa men mishaga kelib abayning yaqi anglab andın düşündüm. Bu jigan intayin bu her taraftan taşıyıcı doğunun bu hem hufu kılıdı hem kesel davalaydı. Şunlaşka mayli bunu istemal kısa veya ki çıray terlerge sürküge vakitte bunun özünün en yakışmışındak şoğularını kişen canshen kıp bu şu adamını çıkırpırdıken bu. Şunlaşka bence bo'lganda bu jiganning bozori cho'qim vahshiy bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Antki o'zimninki ijodiy naqshi men yaxshi yashayapman degan naqshini aytib bersam. Rahmat. Qushlar hana sayridi. Men yaxshi yashayapman. Güller yine içildi. Men yaxshi yaşayapman. Derdim tökmey hiç kimge. Düştüm yine beygige. Muhtaç bulmay bendige. Men yaxshi yaşayapman. Ketdi u rahimsiz kısmet. Kalbimge yağdı nur hikmet. Kadrimdin yok etmay kımmet. Men yaxshi yaşayapman. Kadrimdin yok etmay kımmet. Men yaxshi yaşayapman. Asligim yok şu çağlani. Çin kucağlayma armanlı. Asligim yok şu çağlani. Çin kucağlayma armanlı. Ensirepmey atanamni. Men yaxshi
yaşavatmen Esir etmey ata-anamni Ben yakşı yaşavatmen Ben yakşı yaşavatmen Rahmet. Rahmet. Endi muhabbet naqshidan birini aytib beray. O'zim yoqtiradigan bir yaqin ag'inam bor, Umid deb naqshchi. Uning mana naqshisini menga bir anglatganning yoqi bek amroq bo'lib qoldim bu. O'tga chiqamaganda bu naqshini. Yetma desa, yetib olmayman dedi-chi. Jig'ir etyaptim bu naqshini. Shu naqshini bir aytib beray. Endi men mo'ngluq naqshchi bo'lgandan keyin o'zimning pingardi menga. Bu hamda bir ayrilish to'g'riliq naqshamdi. Yig'lamanglar. Sezmedim aldanganni, sezmedim şeytan bilen yürgenlerini körmedim. Sahta köngül koynida turup aldısa aldanganni bilmedim. Sahta köngül koynida turup aldısa aldanganni bilmedim. Yağmur yağdı, kar yağdı, körgenler hayran kaldı. Endi sen bana şemmeysen, yüreğim dolap kaldı. Yağmur yağdı, kar yağdı, körgenler hayran kaldı. Taşlıver mendek yarni, taşlıver Çin söyüşken suretlerini çürvet. Hatiremni tipi olsam gölge taşlıver görüşmeyli yafunumni itivet. Hatiremni tipi olsam gölge taşlıver görüşmeyli yafunumni itivet. Yağmur yağdı, kar yağdı, körgenler hayran kaldı. Endi sen bana şemmeysen, yüreğim dolap kaldı. Yağmur yağdı, kar yağdı, körgenler hayran kaldı. Rahmet. Dudunuz qızlar dedi, oğalla işləsin bək maskildi deb mana oğalla işlətadigan məsələtlər. Mana şu yenidən bazağı silingan ciğan şərbeti şundaqlayana başqa türdəki məsələtlər. Rəhmət Əsəncan əpəndim, sizningmi bunundan keyinki sənət həyatınızğa zor utuqlarını tiləyimiz. Rəhmət. Baya deb ötdüm, şu Əsəncan Muxtar bu naqçımız mən ən hörmətləydigan naqçılardan biri. Həm nəhayət bir sadiq bo'lgan pintozda menmi. Endi
mushu hayot insonni yig'iltish uchun ming xil turli azoblarni bersa, bu Hasanjon apandim mushu hayotga kulib beqish uchun 10 ming xil sabab topa oladigan intayin bir umidli inson. Haqiqatanmi bizningki ishimizga shundaqla bizning madadlarimizga muhtoj bo'lgan nayt bir yaxshi ijodiyatchi desak bo'ldi. Hamda o'zining nayt go'zal kuylari bor, melodiyalar bor, yurakka tekkidek, naqsh yurakka bor deydek bir naqshlar bor, hamda yoshlarimiz yoqtirib anglaydigan. Boyatınqı naqshingizga bir misra men shunda ta'sir qildi. Derdim tökmay hech kimga, tushdim yana beygega. Muhtoj bo'lmay bandiga, men yaxshi yashayapman. Shunaqa. Bu hammamizga nayt mos keldigan, hamda yurakdan chiqqan bir ijodiy kuy bo'lganligi uchun bizga mo nayt yaradi. Buningdan keyin mo nayt yaxshi yashashingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Faoliyatimiz nayt yaxshi tartibli ketib bordi. Shundami mehmonlar? Sizlar boş oturakettinglarga bir kamda sizlarda mush ko'zanglar qarsam bir ishni bilib qilyapman hozir. Nemişdi mush Anargul xonimni sahnimizga taklif qilaylik oldi bilan, chavaqlarimiz bilan Anargul doktor. Sahnimizga marhamat. Mushtu qarab baqsam vakolatchilaringizning sizga deyamayotgan bir gapi bor, sizning buloq deyamayotgan bir gapingiz bor. Xo'sh, amdiki navbatda biz mushu Urumchi Oltin Shoh Biyu Pantexnika cheklik shirkatining vakolatchilarini mukofotlash bosqichini o'tkazib olgan bo'lsak, mana endi kulki jugadi malana chiroyiga. Mukofotlash degandan keyin deb turibsam, bo'ldi hamma ajrninki o'ziga tushliq natijasi bo'ldi shundaqo. Undaqda Anargul doktor o'zingiz bir shu vakolatchilarning tizimligini e'lon qilgan bo'lsangiz, ismi chiqqan vakolatchilar sahnimizga chiqqan bo'lsak, ha? Amdayliqi bayiching deb nurg'udaliqi yig'ilish tarbiyalash bo'lmadi. Sizlar didalashimdiqcho. Ko'vatning so'g'isi cho'ng kichik bo'lmaydi, qalbi chiqqan vaqtida u cho'ng so'g'i degan vaqtdan so'g'i. Shunama bugungi so'g'dim cho'ng emas, bak kichik. Lekin sizlarni hayron qolg'izdi. Kichik bo'lsa-mu, hayron qolg'izmiz. Lekin aktiv ya bo'lmasa, nimqa vaqtida bak nim bo'lib qopdi demanglar-chi. Cho'ng kichik bo'lamdi, ish qilib mening ko'nglim so'g'dim. Keldinglar, jafo chekdinglar, mushu faoliyatimizga qatnashib berdinglar. Bundaki natijani taqdim yaxshi chiqish uchun mening o'zimniki hozir bo'lsa-mu ko'ngil so'g'dim ba. Shuning uchun Padgul ma'lum. Xayrgul. Voysam. Marziya. Gulxon. Mihray. Adgul chiqqan. Mahbuba, o'tirsizg'o. Farida, o'tirsizg'o. Arzgul sizcho. Farida sizcho. Chiqing. 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 Marziya? Ishga vakolatchilarmi? Zanglarmi? Sistem kirganmi? Chiqsinmi? Chiqsin. Chiqinglar. Chiqinglar. Maryamgul, Dizon. Rabigul unutib qoptiman go. Dizon. Rabigul. Mening mushu ishimiz cho'ng bir vakolatchim bor. Bu vakolatchim tuniga tuyuqsiz shirkatga kelib qoldi. Misolda bormisiz? Bizning ishimiz cho'ng bir vakolatchimiz bor. Hammamiz qizg'in chok bilan misolda nimadan chiqadi? Misolda dashidan chiqadi. Meni qo'llagan. Men mushu qubulda alqi opam bilan dadam tuyuqsizjo, mijoz yo'q doktorga kirib qolganda İkisini ben 10 gün aşı banisini baktım. Güzel yalnız baktım İstanbul'da. Bana 3 vakit tamak düştü. Bana şu 3 vakit tamak düşüp. Bizim en çok mihribanlık anımızı sayın. Apam bilen dadam ne tuyuksuz hem misin çok? Baş doktorhan yetip bilip şundan gizem. O hami diçiremi yani sağdışım bağıgan iken. Bir telefondan karatlarni hal qilib etdim, hal qilib bo'lgan kelam. Birinchi qitim keliblam, bu vakolatchini men ko'rib baxmagan. Unedarlamchi qabul qilgan. Qat'iy ko'rib baxmagan.
bu qandaroq vakolatchidir bir ko'rib boqay desam, shundan mehribon onamiz o'xshash oldim kelibdi. Shunlar opam bilan dadamni men o'zim yolg'izchi bayq qilolmayman. Bo'pmi, opam sal jodakashchi. Shunlar degiza siz beqiyvering, o'zingiz yolg'izchiga doktorxonada o'zingiz yolg'iz kirib chiqib bo'lmaydi. Shu yerda chiqib shu doktorxonadagi tomoq yemsak bo'lmaydi. Shunga bu odam meni shu vaqtda vaqt o'chirsa bo'ldi. Ko'ngil degan cho'ng millionlik bolasi emas, ozroqli. Shu vaqt tomoq uni ota-onam qilib berdi. Tünügün tuyuksuz kep kaptım, ben şunda hoş oldum. Ben apamdan dedim, şu vaqt tomoq tuşalaydı adam. Yüzümüzdeki balımız emez. Meni köyümegen, işte bu dağıtış yedemlen oldu. Mehrimabat her kadar yedim ba. Şunun için ben özümün mehrimabatim ne? Her kadar insan, her kadar adamga, muhtaç olan adamga, amma ne biledim. Yaxshi gap qilalayman, shunda xo'sim durishga bas gap. Ishadagi barliq vakolatchilar, qardoshlar, hammalarning mushaqqa xayrlik bo'lsin. Benden sizlarga o'tliq salom va oliy ehtiromlar bo'lsin. Rahmat sizlarga. Bulduğunda olsun benimki az dolu olsun soğuktum ne? Bir acı saklıp ki. Kula battı o. Dokun olsun ne? Bakın. Çay silahı kaldı. Oğlum sen küçük vokasını okul kılasılar, değil mi? Mayli bizninki kichik tipdagi vakolatchi bo'lsin, mayli cho'ng tipdagi vakolatchi bo'lsin, men bugun palet kepaginga shunday javob aytinglar. Men o'zimniki oz to'la bo'lsa, ozroq bo'lsin ko'ngli so'qdim. Qaramsan ham o'xshaydi-chimi? Faqatlarni cho'ng vakolatchilar men cho'ng so'qdimni ayrim berman. Biliksiz chiqmamsiz gulsam ma'lumsiz shu, qolib qoldingizmi? Mening eng yenimda hamdamda bo'p qolgan vaqtidagi bo'lmaydi. Chiqing. Melikzatni chiqsin. Gulsam ma'lumi chiqing. Ha, gulsam ma'lum chiqing. Mening yenimda eng hamdamda bo'p meningki nurg'un ishlarimni yaxshi undan qilayotgan men asli ha. Az olsun. Allah. Ha. Ha? Bilgin haqini siz singlim. Ya iş qilmay, siz vakolatchi bo'lman degan. Buldu. Chiqing. Men bugun zapaslam oldim. Ya, zapas chiq. Ya. Ha, vakolatchi qildik. Tamam. Meryem doktor. Ba, men xuddi 8 oilada shunda chapat etib, men bilan hamdamda bo'lib, mening yukimni yengiltmagan Mayra doktor. Azroq bo'lsin. Bunda tuyuqsiz qo'sh qilibsiz deyman Anargulada. Endi men o'zikni oldigan vakolatchi bo'lsam bo'lmaydi. Haqiqatan ham deb shu xizmat sababli tutib, undan keyin meningmi bu topda billa tang hamkorlashib sizlarda qobil yetakchilar, qobil vakolatchilar bilan tang mang'im bor. Shunda ham deb ba'zi bir xizmat sababi deymiz, ba'zi bir masalalar, sharoitlar men uni yordamdi. Lekin men har vaqt Anargul odamning qishida bugun shunda
vədi berey. Anargül'e de meni taşlab etmisizlar. Ben her vakit sizler bilen muşundaq faaliyetlerde bolsun. Hem de mening qo'limdan keldigini riyosatchilik vazifasi. Demek sizler üçün muşundaq faaliyetlerde xizmat qila olsam, menmi xo'sh bo'laman. Demek Anargül adamning taraqqiyotida bundan keyin men bor. Sizlar bilan tang men shundaq va'da bera olmayman. Garchi mahsulotdan setib chiqamsam-mu, lekin orqasi turib Anargül adam bilan har qitim qo'l tutishib mengishda men bor. Rahmat ada. Boya dedi soğan ve kiçikde. Bu soğanın çoğun kiçikligi hergiz bununki gram sani veya ki pulu demez şundağı bir köngül. Bugün belki bular bunda soğuğa erişini oylamagan buluşu mümkün. Bugün muş faaliyette vakaletçiler özara görüşüp oldu, tanışıp oldu, bir bilen paranlaşıdı. Demek muşun özümü bir köngüllik iş. Muşu vakitlarda muşunda soğatlar çıktı, bulama elbette hoş buldu da oylayman. Şundağı o hemen jürek söz şunda mı? Ondaqdan muşu vakaletçiler vakaletten biranlar bir söz kıpegen bolsanlar. Köpçilik, ben Maytağ'dan geldim. Ben başka vakaletçilerden iki kız yapkığım geldi. Ben Anargül doktoruniki bunda soğuklan teyarlışını oylap bakmaptı keme. Bugün meşgul şundak tasdik geldim hem de. Gerçi yakın Maytağ bilen Ürümçiden arlıqı 1 saatlik yol. Kızımdan bir cevaz yok. Anargül doktoruğa vəd qıp qoyğanlığım üçün Anargül doktorumu özünün vədisi turdu. Ben doktoruğa ergeçtim. Ben bu özümle gipim turuşum gerek de bugün bu soruna geldim. Anargül doktoruğa rahmetimni bildirmen. Rahmat. Onundan başka hem de bayatın Qumul şəhərindən kelgan muşu vakaletçiler işçideki en çoğun yaşdaki çıraylık apamızını hem de apı desek boğulak orundaki şunağı tanıştırdı. Hakikaten bu mikro muhabbet degen narsa, bu muşu payda menfaat yetkizüş degen narsa Tangırtaq gülü markasındaki mahsulotni setishda da emas, balki mana bayatdan qadar kichikgina shu qalbni illatadigan bir ig'iz so'z, bir kichikgina ish harakatmi Anargül xonimga yetib oshidi. Bu mayli mahsulotni setib chiqaraylik va yoki bu kollektiv bilan adoqchi bilan mangayli bu nechinchi masala. Lekin odamiylik, bayatdanqi mikro muhabbat yetkazish bu biz hammamiz oldi qo'ydigan masalachu. Shuningga hamda bundan keyin hamkorliklarning texmo uzun muddatli bo'lishini sizlarningmi shu go'zallik tarqitish yo'lda yaxshi natijalarni qo'lga keltirishinglarni kelar qitimliq cho'ng sahnada sizlarni yana ko'rishimni chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Sog'lar bo'ldi. Bugünkü şu faaliyyətimizdeki adam sani o'rinning masalasi va yoki hozir alayda ahvol bo'lganligi uchun odam soniga chek qo'yildi-ku. Shuningga hamda bizning butun hamda bu vakolatchi emas, shuningga hozir joy-joylardan necha minglagan vakolatchilar bor. Biz shunday plan qildik. 7-joydagi faoliyatimizda butun vakolatchilarni bir yig'imiz deb u chog'da sizlarning tanishish, ko'rish fursatlar ham cho'ng bo'ldi. Hamda shu Ürümçi atrofidagi vakolatchilar bugungi faoliyatimizga qadam tashrif qila oldi. Shundadimi hamda qolgan kelgan, kelamagan vakolatchilarga chin ko'nglimizdan yana bir qitim rahmatimizni bildiramiz. Bayatdan Anargül xonim so'z qilish jarayonida bir odamni alay ta'kidladi-ku, meningki shu 20 yillik shu kunga kelishimdagi shu tajribalarim shundaqla shu musofamda bir manguvachi bo'lgan shu ishlarimga beshida turgan bir odam bor deb. O bolsama şu Şinjan Cezbidar Soğuçaklık şirketinden Abdug'upur efendimke. Ondaqda hem de Abdug'upur efendimden rastladı mı, yağandadı mı bu Anargül Hanım şunda mı? Abdug'upur efendimden bir işkiği sözünü anlasak degen ümit de ben. Hani, seklimizge merhamet. Hem pek tuyuksuz olup kaldı ya ama sözge teklif kılış. Salam, əmmələrinin azı vaxt xeyirlik olsun. Mən Şinjan Cezbidar Biopentak şirketinin qurğucusu. Ben sağlamlık sahasında şu 2002'den başlap mangan biz Anargül'le şu 2002-2003 görüşken ben korluğa vasam korulda Anargül'den Cömmeyden mi? Cömmeyden bakın tok. Onun dikin koruldan emkarlaştık. Onun dikin Anargül 2004 mi? 2005 Ürümçi geldi. Ürümçi gelip Anargül başta asas jatin doktorxan taraqqigan şu. Doktorxandan baş Merinkada
taraqqiy qilgan. Lekin Anagülning bir xil izchillikni bek hurmat qilamiz chu biz. Nima desa Anagüllik bek davran samga asosda qilgan bilanmi puxta asosda mangan chu Anagülimdi. Bizmi faoliyatlarda bilib bulanmadik, lekin shunda hurmatim bor. Nima desa biz 2003dan boshlab 2002-2003dan boshlab izchil holatda mashtasiga bir-birimizni hurmatlashib, fikrlashib, hamkorlashib deganda ketib boramiz. Buningdagi ishlarning texmi yaxshi bo'lish uchun, texmi dog'dan minish uchun mening bir yerimning modeli jungiy kasb tarbiyalash o'rnim bor-ku. Shuni bolalarga men mana Anagülning dog' tushirdigan maqsadi bor-ku, o'z vaqtida shuni qilgan. Ama abayning yog'i ma'lum dedim. Biz ikir balalarga tavsiya qilsak bo'ldi ekan, Anagülni qo'llab deb. Rahmat. Hammalarga rahmat. Rahmat. Rahmat, Abdug'ofar apandim. Hamda tuyuqsiz sözge təklif qilib qaldımçı, çünki bayatdan Anargül xanım alay ta'kidlab o'tdi. Bundaq odamlarni hamda cho'qim so'z qilib berish taklif qilish kerak deb o'yladim. Yana bir bizning shu qarasam faoliyatimizga Qarmaydan qatnab kelgan bizning yana bir korxonchimiz hamda shu hurmati bilan faoliyatimizga baldır keldi oxirigacha o'tdi shunago yana bir aziz mehmonimiz Tursunjon apandimga deyman. Tursunjon apandimni sahnimizga taklif qilib bir ikki og'iz so'zni olgan bo'lsak, Tursunjon apandim sahnimiz marhamat. Allah yaxshi olsun, ben bo'lsam Qarmay shahridagi bir tijoratchidan o'rlagan korxonchi. Bugungi bu faoliyatga qatnashishim men o'zim bayatdan o'tirib bu odam az dedik, az emas, necha ming odamlarga surib osgandek alayda bir faoliyat bo'ldi. Bunga qattiq men so'yindim. Anda benim qayliq qilgani ma o jigan kishigimizdan tortib bu jiganlikda o'ynaydik, yuriydik. Biz u yerda bu yerda o'sadigan nayta atva narsa bu. Ko'p bir tog'larda, tog'ninki bag'irlarda, kunchilik yerda yaxshi bo'lgan narsa. Bu mu yana bizningki odatga bo'lmaydi bu. Kun nuri tushgan yerda. Ham kun nuri tushgan narsa odamga har qanday qilmisniki shu foydali tarafi bo'ladi. Buni shundaq bizningki xodimlarimiz, tadqiqotchilarimiz tadqiq qilib buni sezgan. Burunqilar masalan kuyaklarga mening opam kuyakka o't qilib puchilab may chiqadi bundan. Andan alaqi ma'vo nim deb qo'ymiz. So'z qobiliyatim yaxshi emas. Shundaqmi? Mandalaqi tamiratkilarga sukab qo'yib saqaytganni men ko'rgan o'z ko'zimda. Bugun kunlikda bu maydonga menda chiqqaniga o'zim xudo opamni ko'rgandek, dadamni ko'rgandek menda cho'ng bir siyatda bo'ldim. Shu tadqiqotchilarga ming rahmat o'qiyman. Chunki qanchilgan odamlarimiz, qanchilgan bemorlarimiz bundan foydalandi. Maqsad setish, foyda elish bo'lmasimi, lekin lekin bunday narsani ming tanga vaqt kelgan chog'da topolmaymiz. Sizga rahmat, opay. Meni gapim bilan shunchalik bo'lsin. Endi bizmi bekor yotmaymiz. Cho'qim buni tavsiya qilamiz xalqimizga. Buni cho'qim tortimiz. Bizmi belni bog'laymiz deb aytalayman, sizga va'da beralayman. Qarmaysan. Baqa rahmat sizlarga. Buni men olmasam bo'ladi. Satto'da hech qanday his qashmay turib oldim. Rahmat. Men azroq so'zlab beray, vakolatchilarimizga. Taqoy. Bugun shundaq bir yaxshi bo'lgan bir so'ringa jam bo'ldik. Oldi bilan bizga mushta yaxshi so'rin hozirlab bergan Anargül doktor boshliq shu Oltinshaq Biopan texnik cheklik shirkatiga barliq lider va xizmatchilarga chin ko'nglimizning minnatdorligimizni bildiramiz. Onasiga bizning so'rinimiz mushiyadil emas. Bizningki mushu bevosita taqtish shakli orqali hamda bizning to'rdoshlarimizga, ko'ruvchilarimizga taqtildi. Ishonman balkim necha yuz ming odam bizni ko'rishi, tushunishi mumkin. Bayatdan beri hamda mushu faoliyatni boshdan oxir ko'rib mishakkagicha do'stlarimiz aqchan o'ylab yetdinglar. Bir korxonaning taraqqiyoti faqat bir mas'uliyat yoki ma'lum bir odam bilan bo'lmaydi, shundaqmi deyman. Ammo shu korxonaniki taraqqiyoti shu shirkatniki liderlari bilan eng zich munosabatlik.
Şu şirketin kurgucuları, liderleri şu şirketniki bir rolçisi mındaqçı etqanda. Xotelik maşinni şoför qayaqqa bursa şu yoqqa manganday, şu direktorlarning, şu liderlarniki ideyasi qayaqqa masa şu şirket şu yoqqa qarta taraqqiy qilgan gap. Men bu nurg'un undar sodganlarini tarbiyalab kelyapman-ku. Shularni ichida nurg'unlar deydi, biz faqat taraqqilamidik, va yoki yaxshi bo'lmadi yoki ziyon tatdiq yoki andaq-mandaq degan nurg'un ko'ngilsiz gaplarni anglab qolman. Şu vaqtlardami hamda şu odamning o'zidan şu kasal bor deyishga bo'lmaydi-ku. Şu shirkat, şu mahsulot, şu andisa qatorliqlarning hammasida kasal bo'lishi mumkin azdir ko'pdir. Şu an biz odatimiz balaga deydigimiz şu bir mahsulot tanlagan vaqtda yoki ilik tiklayman deb mangan vaqtda bir shirkat bilan hamkorlashmoqchi bo'lganda cho'qim eng avval şu shirkatniki qurg'uvchisi yoki liderlarga eng avval diagnoz qo'yish kerak. Demak, shularniki ideyasi bilan sizning ideyangiz, shularning ideyasi bilan sizning orzuyingiz birdek bo'lgan vaqtda, andan keyin şu şirketdeki taraqqiyotınız siz o'ylagandimi bakrak ilg'arroq bo'ldi, siz o'ylagandimi bakrak yaxshi bo'ladi demakchi. Mana shu sababdan hamda sizlarniki mush tartaq guli sahnasida bo'lganlarning o'zi bayam deb o'tganimdek nihoyatda cho'ng bir baxtimiz bundaqcha aytganda. Chunki biz o'zimizning iyilik tiklaydigan, o'zimizni o'zgartiradigan tunji qadamni to'g'ri oldik. Deganim to'g'rimi? Tunji qadamni to'g'ri oldik. Hamda har qanday ishni boshlamoq bek o'ng'ay. Her qandaq hikayeler şundaq güzel başlandı. Lekin onu davamlaştırıp, onu tragediya bilan ahırlaştıramdık yoki xo'shal bo'lgan visalga yetgan holatda ahırlaştıramdık. Bu bir muhim ish, shunaqmi deyman. Hamda bilimizga yurakning diagrammasi mundaq egizpas ma'lum. Shunaqmi deyman. Ba'zi o'rlaydi, ba'zi tushidi, ba'zi o'rlaydi, ba'zi tushidi. Hargiz tüp-tüz ma'maydi. Tüp-tüz ma'sa o'ldi deb chiqarib ketgan. İgizbas ma'lum. Hamda nurg'unlarimiz bir shirkat bilan hamkorlashgan vaqtimizda igizga chiqqaqda shundaq hayajonlanib, xo'shalib ketganmiz. Tövanga tushgandicha bir xil umidsizlanib, hamda butun sabablarni taqdirga, shirkatga, mahsulotga, xaridorga otib qo'yib, voz kechishni tanlaydi ekanmiz. Men hamda Tardaq guli sahnasiga kirgan vakolatchilarimiz, hamkordoshlarimiz hozir degan 5000 dan ortig'i bor. 5000 dan ortiq bor butun avtonom rayonda. Ani butun mamlakatni qo'shsak balkim 6000 ga yetishi mumkin. Ani bu yillik planlarimizda biz shularni necha yuz mingga yetkazamiz deganlarni plan qilyapmiz. Lekin mushak agashganlarning hammasida bayam Anargul doktormo va'da berib o'tdi. Men azroq ko'ngil so'zim degan bo'ldim. Gulnisa ma'lum va boshqa ma'lumlar o'zining yurak so'zin degan bo'ldi. Biz sizlarga shunaq va'da beramiz. Xushalliqlaringlarda balkim biz yiroq tuturib sizlarga chavoqchilab ajab yaxshi bo'pti deyishimiz mumkin. Ammo siz heliqib tövanga tushib hamma narsani voz kechgansiz kelib qolgan vaqtda yinangizni biz cho'qim bor. Ras. Yinangizni biz cho'qim bor. Bir xonim qizlar debmi ketdik. Xanım qizlarimiz, yigitlarimiz bo'lib, endi mana 5000 dan ortiq bilan cho'ng bir qo'shinda bo'lib turibdimiz. Hammamiz mushta kichik natijalarni yaratamiz deb turibdimiz. Men shu lekin Anargul doktorimiz shu shundaqla musibimizda nurg'un iyilik tiklayotgan karxanchi xanım qizlar bor. Mushu xanım qizlarga ayol bo'laychu degan bir she'rni so'q qilay. Ayolliqimni seg'inib ketdim, menmi bir rat ayol bo'laychu. Qo'yim tutsa erkilab qiydab va ba'zida livam bo'laychu. Tugumaydi turmushning g'ami, aydin oyga ulashgan peti, unutib ketdim ayolliqimni, go'yo o'zim yigona peti. Guz-guz dasab mang'iman ba'zida, gaplarimmi keskin ham qo'pol, o'xshab ketdim borgancha erga, nazlarimni ip qaşqan kimler. Vay boldular meni demanglar, ayolliqqa qaytaychu amdi, ayol bo'lib ayilib shundaq, baxt bilan kulaychu amdi. Menda bu she'rni o'qish o'ylab qoldim degan vaqtda men Anargul doktor bilan tövanda birga bo'ldim bu qitim. Safarlarda shundaq Javr japaliq meğib ketqiq bir turku meliqi tansiyon şahsınlardaklıca yük taqdan kötürep iş qilib şunda javr japaliq men ketdik abay özüm dedi haqiqatan kechida uyqu yo'q bekkash uxlaymiz tamoq vaqti demas men bir yoqdan charchayman bu bir yoqdan charchaydi degandek suhbatlarimiz shundaq nima shu vaqtlarda Anargul doktorning shundaq bir gapni qildi-chu har qanday bir ayolniki iyilik tiklab muvaffaqiyat qozonishi u muhim emas muhimi uning bir oilani qanday baxtli etmay olishi men tartaq guliga agashgan hamma ayol kishini avval oilasi baxtli bo'lsa oilasidan oshgan baxtni andan keyin boshqalarga bersa degan orzu qilman degan bir so'zni qilgandi Jo'n qarab hamda bizga guskus desab ketaveribdi hamda bizga agashganlar guskus desmay ayollarcha mansonlar Gulnisa ma'lumga agishibchi Anadaki şu bizden ayolligimizdan bizden en avval uylardagimizlar, anadaki jamiyatdagilar mundaq bir huzurlansa, şu güzellikimiz bilan birga mas'uliyatimizni qaytib turib, şu o'zimizdan
to'yingan go'zallik va o'zimizning to'yingan baxt tuyg'usini iste'molchilarimizga, xaridorlarimizga bersak, bizga ergashgan, bizni tunigan barcha ayol kishilar bizga ergashib, ham sog'lom, ham baxtlik, ham go'zal, bundoq aytganda, ashtaq bo'lib ketsa, shinman tartaq guli desa, butun ayollar tushudimi tartaq guli deydigan, qo'psulam tartaq guli bo'lmasa biz sog'lom, go'zal bo'lmaymiz deydigan bundoq ideya kelsa, mau bizning nishonimiz. Har bir ayolda, har bir uyda cho'qim tartaq guli bo'lsin. Bilanda? Rahmat. Rahmat Melikizat doktor. Melikizat ma'luma. Haqiqatanmi korxonchi deganning iti bek ulug', majburiyati, mas'uliyati bek yuqori. Endi ayol korxonchining menchi bo'lganda necha has yuqori deb o'ylayman. Chunki utuq qozongan er korxonchilarning orasi keyinda shundaq deymiz, uni yo'laydigan, qo'llaydigan bir ayol bo'ladi. Endi ayol korxonchining keyinda olimjakan bor sizning keyiningizda, lekin endi butunlay ayol korxonchilarning keyinda balkim undaq bir shuni qo'llaydigan, oldiga chiqaradigan shunda bir insonning bo'lishi ham natayin. Shundaqo, demak bu ayol degan o'zining ayollik majburiyati, onalik majburiyati, kelinlik majburiyati, shundaqli yana kelib bolalik majburiyatidan chiqib turib, yana korxonchi salohiyati bilan jamiyatda o'zining bir kishilik to'kpisini qo'shib keldi. Albatta, mishal o'tagan barliq qor ko'zlami shundaq. O'zinglarning balkim sizlar bir yaxshi kelin bo'lmasanglar bo'lmaydi, oilada yaxshi ona bo'lmasanglar bo'lmaydi, yaxshi farzand bo'lmasanglar bo'lmaydi. Yana kelib hozir korxonchilik sepiga qo'shildinglar. Yaxshi bir o'zi oldiga egilik tiklaydigan bir korxonchi bo'lmasanglar bo'lmaydi. Sizlarning mas'uliyatinglar, majburiyatinglar haqiqatan bek cho'ng. Hamdi Anarguladan bayatdan tuyuqsiz menga oltin uzuklarni so'qib shunda hayajonlantirib xo'sh qilibdi. Hamdi men bu navbatda mishada o'ltirgan barliq go'zal ayollarimizga Anarguladamga azroq bir ko'ngil sovg'i tayyorlagandim. Shuni men tuyuqsiz berib xo'sh qilib deydimchi. Undaqda hammalarning hurmatiga hamdi shu bir ikki naqshamni sungan bo'lsam, rahmat. Görsem veslin yar, bihuş men bir aram. Yalğız salla eğer tenha bulsan. Hicran cüpti visal, ana gün tün misal. Bulbul goyadır men, sen gül bulsan. Köklem öter gider, dergin bergedin havar. Şebnem gül üstündün, ketmey sahar. Kalbim oti yandı, kimdin sonra haysini. Arami canım sen, dergin havar. Geldi söyümlük bahar, güzel aziz nigar. Visal izlep buldum men intizar. Könlüm goya çimen, kalbim misli gülzar. Işkımның biğida sen hükümdar. Köklem öter gider, dergin bergedin havar. Şebnem gül üstündün, ketmey sahar. Kalbim oti yandı, kimdin
Köklem öter kitap Bergin bergidin hava Şebnem gül ısnadın Ketmey sahar Kalbim oti yandı Kimdin sonra haysini Arami canım sen Bergin hava Arami canım sen Bergin hava Allah rahmat. Әмді мен кәсби нақшы емес, лекін нақшыға сәл қызықмын. Әмді Анаргүл адам тұйықсыз маңа соғылан беріп әтті. Әмді мен шу қатарда өзімнің тәйірлап қойған. Өзім әң амырақ нақша бұл көклем. Чүнкі азыр мұ көклем вақтығы тоғыр кепті. Шыныңға мұшы нақшыны әммалағы соғы қылдым. Әмді палетіміз мұ ақырлыш алды тұрып атыды. Ақырлашмайдыған sorun yok. Мұшы мұнасыветті, мұшы палетіміз қатнашқан барлық әммалаға мүшәд отаған ақыла, әділі. Яны бір қытым Ürümçi Altın Şah Biyo-Pantexniki Çeklik şirketideki hizmetçilerge vakalata muş faaliyetimiz katnaşkan barlıq hizmetçilerge yanı bir qitim rahmetimizni bildirimiz. Ondaqda işçi hizmetçilerge bir köңlüңiz barma. Ulağım rahmetimiz bildiramdik. Ondaqda bugün toğra Anargül adam əşəd olturup munayet ətraflıq oyluş batıdı. Bugün hem de muş faaliyetini qilish üçün elbette Anargül xanım başlıq bu şirketdeki barlıq işçi hizmetçilerimi Naiti capa çekti. Muşu münasebette, muşu Ürümçi Altın Şah Biyo-Pantexniki Çeklik şirketdeki barlıq işçi hizmetçiler sehnimizge bir çıqqan bolsanlar, Anargül xanım sizlerge bir rahmetin bildirip alğan bolsa, sehnimizge merhamet. Vaqtını çoğun tutaylı ya. Başqalarcı. Xanını bir gep sözge teklif qılğım kelip atıdı. Sizning hamda hozirgi bir yurak so'zingizni bir anglab baqaylik. Bugungi mashhurun kepaga endi barliq vakolatchilarga mush so'rin hozirlab bergan Nagul doktorga Azonga Alimjakamga hamda chin ko'nglimizdan hammamiz hamda shirkat nomidan rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga jafo chekdinglar. Teşekkürli diye bu markini hemdi. Ben uzaktan bir an anlap şu işiltip, ondan keyin şu özüm Ürümçit bolğandıki, andaki müşet işlay dep Alimjakam bilan paranlaşıp, Anagül doktor bilan paranlaşıp, hazırki işlep atımız. Şirketimiz şunda yaxşı buluvatıdı, işler Anagül doktor Alimjakam bilan şunda köngül buluvatıdı. Hem demimiz namdan sizlarga yana bir qitim rahmat aytaman. Jafo chekdinglar. Ben şu Tianshanguli Tangritog Gül şirketimizniki təşviqat bölümündən Şirali bölümən bizning şirketniki təşviqat bölümü şu yaqında rasmiy qurilib chiqdi. Bundan keyin mayli tövəndəki vakolatchilar bo'lsin, har qachon, har vaqt melinglarniki e'lon təşviqatidan ansirmaysizlar. Şirket sizlarniki bütün e'lon təşviqatlarınlar üçün 200 ming mablag' silib bütün uskun to'liqlayapti e'lon təşviqat üçün. E'lon təşviqatdan ansirmanglar. Ben shunchalik bilan so'zlab beray. Başına yirik geldiniz. Ondaqda biz buniki yaxshi hamkorlashsak o'g'ida ekan. Təşviqat bölümündekilar bilanchi. Ondaqda şirkatning sizlarga azroq ko'ngil so'g'isi va qabul qilgan bo'lsanglar. Anargül doktor bir xatir surat tushulang.
bizniki eng oxiri oldi sap, oq sap bizniki mushu barliq necha kun yoq bo'ldi, hafta bo'ldi bizniki shu faoliyatga bayli kichik tip faoliyatlar olib qolsin. Hammasiga shunchalik jafoatliq aldı aqil ishlarning hammasini, masalan, tushdimi, tomoq sir chiqmadi, kech vaqtida shunchalik jabr qilib ishlab degandekchu. Shu faoliyat degan shunchalik yaxshi umdan oxirichi deb sam o'ylayman. Hammanglar jafo chekdinglar. Endi korxona yetaklash degan vaqtida, endi men bir korxonchi emas-ku, lekin korxonchi bo'lishim nima demak chiqib o'rgandim desam bo'ldi. Qag'ani shu Meliksat doktor korxonchi tarbiyalash joyida meni tarbiyalab apmayotdi. Mening his qilim nima degan vaqtda men chuqur mushu qo'shnimizga kirib, shirkatda har bir ishlagan mushu qo'shnimizdagi har bo'limidagi xonim qizlarni kasbiy tarbiyalash demakchi nima degan vaqtda bu shu ishni qilib boshqa ish bilan chatqa yo'q degan gap. Biz bilimimizni haqiqatan bilimni hammaga o'zimizningki bilimningki mutaxassis bo'lgan vaqtida xizmatdan necha chiqadi ekan. Shuni bildim degan gap. Buni men necha vaqt his qilgan, lekin mush qattiq qattiq qildim sizlarga. To'g'rimi? Sal qattiq qilib qoldim, lekin bushta qilmasa qat'iy bo'lmaydi. Ikkinchi bizniki va oldimizki qo'shnimiz yana hozirnachi to'rttak bizniki xizmatchi yo'q bo'lib qoldi. Chunki biz nima degan vaqtda bir marka uchun, tanqida gul bo'lish uchun nurg'un vakolatchilarga, nurg'un iste'molchilarga biz vakil bo'lib, o'sha bozor echish joylarida oq silib, oldin mosilish joylarida biz xatolik chiqsak bo'lmaydi, shunami? Oldin xatolik haqdan chiqqan. Endi xatolik chiqmaydiganga biz kafolatan berib deganda qo'shnimizni o'zimizniki shunchalik javob qilib, 10ning ichida, 100ning ichida tanlab turib, Shangang chendiki peyshini qilib, bizning bilimizniki nayti tartib bo'yicha shunchalik yaxshi tarbiyalatdik. Shuning uchun qattiq qo'lliq qilib qoldim sizlarga. Amal yo'q, bozarbak ejilik kutadi. Chunki ishkir bozarbak ejilik kutadi. Nima uchun? Bunda qilmasak, ma'vo qo'shnimizni yetarlab qilib qolmaymiz. Vakolatchining malini xato qilib qoldigan u bu ishlab qolsa, ma korxonchi taraqmaydi. Shuning uchun bizniki tartogili korxonchimizniki taqdimi yaxshi. Bundan keyingi taraqlimiz uchun ko'p ko'ngilda taqdim qo'shib, men taqdimi bundan keyingi mush faoliyatdan keyin taqdimni nimish qilib qolamiz. Bakroq yangi qilma. Chunki zolimning qo'lida olim chiqadi, to'g'rimi? Men bundan keyin har bir akagan, har bir xizmatchilarni shunchalik yaxshi undan buni to'g'ri tushunasizlar. Chunki bizniki mushu oldimizda, ekranimizda vakolatchimiz hammamiz turadi. Nima uchun? Biz xizmatni yaxshi qilgan vaqtida, ozroq nuqtada xatolik chiqqan vaqtida shirkat taraqqimaydi, ham xaridorimiz rozi bo'lmaydi. Shuning uchun biz taraqqimiz qilib qolamiz, to'g'rimi? Mas'uliyat nocho'sin mayli bo'pti. Ming nocho'sima biz shirkat xonim qizlarniki tarbiyalash uchun yaxshi bo'lmay qolib qolsa bo'lmaydi. Shuning uchun bundan keyin qalbim bak yuqori bo'ldi. Qo'shilamizlar. Qo'shilsizlar shunami? Bo'ldi unda bo'lsa. Gapachakdinglar. Etimiz. Ahırda mən əmdə bir usulluq naqşan bilan muş fəaliyyətini bir ayaqlaşdırıb etməkçi edəmçi. Xoşunaqda şu səhni kiçik olsun çıxıb, mişələyi çıxıb bir usul oynağaş. Bugünkü fəaliyyətimizi axırlaşdırsa qandaq? Bulan bulmamdı? Naqşitılıq adam qanmab dəlim və itay qanaq qılmədəmçi. Avazımız ne? Onda qoysanız boldu. Ay can, aga cihan, baş gözüm ağrıydı yey. Ay can, aga cihan, baş gözüm ağrıydı yey. Baş gözünüzden nakı aylanısın, nimelerge ağrıydı yey. Baş gözünüzden nakı aylanısın, nimelerge ağrıydı yey. Ay can, aga cihan, billahi Aga cihan kulağım ağrıydı yey. Kulağınızdan nakı aylanısın, nimelerge ağrıydı yey.
Gülü gülü yarım oyğansın, gülü gülü yar güleyar. Saçları belge bağlansın ey, gülü gülü yar güleyar. Saçları belge bağlansın, gülü gülü yar güleyar. Rumalım uçtu gitti, gülü gülü yar güleyar. Rumalım uçtu gitti, gülü gülü yar güleyar. Deryanın şamalide, gülü gülü yar güleyar. Deryanın şamalide, gülü gülü yar güleyar. Deryanın şamalide, gülü gülü yar güleyar. Namayanın alması küzde pişan duyar mey. Hemen kişinin gözleri bizge şemdu, daday bizge şemdu. Yalli 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 can, yanınge barmaz men akıcan. Yalırup yanımga kelsen qarab mı koymaz men, daday külüp mü koymaz men. Namayanın kucasını tarda bağlayman, öz boyumga münasip yerde boylayman. Öz boyumga münasip yar vermese ömürde, bana bergen amanatni al dep yığlayman, daday al dep yığlayman. Yalli 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 can, yanınga barmaz men akıcan. Yalvarıp yanımga kelsen qarab mı koymaz men, daday külüp mü koymaz men. Rahmat, mehmonlar rahmat. Ondaqda aziz bugungi faoliyatimizga qadam tashrif qilgan aziz mehmonlar. Ondaqda eng oxirida shu shirkatning mas'uli Anargul xonimni bugungi faoliyatimizni oxirlashtirib berishga bir xulosa so'z qilishga taklif qilgan bo'lsak, qani Anargul xonim sahnamizga marhamat. Bugün küçük tipli faaliyet olsun mu? Hal kızdı mı? Kızdı ha? Meni hiç olsa kızdı hep oylayımız ha? Şundan yaxşı ha? Kepiyat mı yaxşı? Hem de yaxşı şundan. Siz de hep oylayım ha? Hem de әті тәрбиелеш батты вакалачылар. Кетімен деп авар олмаңла. Кеткізмей ме? Ашы мишалым тұтыма. Шунла әті бір күн. Мен ашу Меликсат докторманға Мишел гуач oldu. Dizon Dınırman gуач oldu. Мен aynı vaqtida bütün bilimni qo'saq sap ekanman. Chunki minkoxon bo'lgan ekan til qobiliyatda men g'ojizlik kelma deb mamlakat undan emas ekanman. Vay dehşet sözüldüm deyme. Dehşet sözüldüm. Haydi Nur Dizon ha? Ha, Dizon'un ki koşunu 100 kişi koşun terbiyelep demişlemsizler. Melikzat doktorunki kaçcan dese ben ba terbiyeleşke. Çünkü ben bir 20 yıl tecrübe asas kılan emniyete çıkan desem oldu. Emniyete cinsini çıksak desem oldu. Şunun için terbiyeleşke gelen vaxtda ben haydi üzerindeki bir terbiyeleş usulünü başka demge okşamaydigan bir usullarni qo'lladim jo. Nima degan vaqtida davron solmaymiz. Nima? Iste'molchining masalasi qilamiz. Iste'molchining masalasi qanday qilamiz? Bir usul bor. Qanday usul? Ahdi deyman. Unda bo'lsa, bu usulni men sizga deb qo'yay. Uzuliq o'rgangan odam, uzuliq o'rganmagan odam bizning jigan kapsul, angi jiganning o'z ta'mi o'rgangan, angi dungan fa, kalsiylarni sataman deb qalsanglar, yaxshi sataman desanlar qanday satamiz? Iste'molchini bayqishini hukmiz. Tamam? Hozir kalsiy bakchiq o'zanlar qilsa bizning kalsiy jiganning ichida 100 gramning ichida 100 gramning ichida qanga aylan laval uchun chibasan shu materialni ko'rib bo'ldim. Baydu deydi, janjal dedi, emas. Chunki bizning jigan kapsulimiz shunda tuhan bozor soldik. 158 qo'yamdan o'qislar. 80%, 30%. Shundan chiqdi tetib baxtanglarmi? Kalsiyni o'zi o'xshi. Amni jigan o'zlam kalsiy ekan. Tushundingmi? Aşı bedendeki, şu yolchilikni tamratkiga mayli jiganning kalsiy deb beramiz, to'g'rimi? Amaliyotda onun ichida 30% jigan bo'lgan ekan, ani taybaning ichida. Joyinda may tayba. Mushki resept qog'allarimiz may yaxujing ba. Ya bir kasallik bermaymiz. May yaxujing ba, ki ya biz kalkatib bermaymiz. Chunki bu kasbi muhim emas.
Setiş müyümü, kesip müyümü? Hadi gitemizler, gitmemizler. Abdurrahman bizimki milikzat boşu. Çıkınlar. Bana mık bekkayıl. Koşun terbiyeleş, meyli bilim olsun, kesip olsun. Eti yerim gün. Milikzat boşununki yerim gün. Milikzatın boşunu ben xotangi vardım. Xotangi bağa vaxtıda, xortanınki, karxançılarınki, nimi yok kendine vaxtıda. Kesbi bilim bek mühimken. Şunun için qaytib kelinglar, milikzat doktorga 10 ming, sizga 10 ming berimiz. 2 saatlik dersimiz 2 saat 1 saatdan dedi. Biz qaytib ketdik. Bamdoq. Nima uchun? O'zimizning qo'shin tarbiyalaymiz deymi boshda. To'g'rimi? Biz qo'shinimizni tarbiyalayotganda sizlar ani keng ko'lamli qo'shinlarni mayli qamark bo'lsin, chuqum bag'ringni men o'xshash beringlar degan gap. To'g'rimi? Biz erta jiga, uchay, oyqizon hammasi bizning mahsulotimiz. Men shu tajriba ishlab bo'ldim ishkilni yaqam. İstimalçı bilen dizoniki yaşınganda bevosita kunda 100 tal kasallarni bevosita uchradim. Tajriba mo'l bo'lib keldim vaqtim. Bak mo'l bo'lib ketdim. Shuning uchun atigi shu peshin bak muhim desak ham bo'ladi. Mening kajarlanmamizini tayoq qo'ydik amaliyotda. Bu bilimni 20 yillik bergan bilimni men ixchonlik qilib lama tushdan keyin sizlarga so'zlab bermoq qolgan atigini Izzat doktor sizlarga dars bor. Tağırtaq güldüklər üçün haqsız dep. Dünyada soğatlarning har xillari bor, moddiy narsalar bor, lekin bilimdek yaxshi soğat yo'qdi deb o'ylayman. Bizga atrofimizga yaqinlarimiz bizni tashlab ketish mumkin, topgan pullarimiz bizni tashlab ketish mumkin. Chiqib bizga tava deb o'ylagan nurg'un narsalarimiz bizni tashlab ketish mumkin. Ammo bizni tashlab ketmaydigan bir talla narsa u bo'lsa, biz o'rganib olgan hunar, biz o'rganib olgan bilim. Shunday deyman. So'g'atlarning eng isini Tağırtaq guli Anargul doktor sizlar uchun tayyorladi. Sizlardan bir mo'jan tarbiyalashga pullanmaydi, lekin bayamqi to'xtam men bir tuzgan to'xtam 400 ming qo'yliq to'xtam bundoqcha aytgan. O'zi u pulni chiqarib, sen kelgin, mening bolalarimni tarbiyalagin deb turib meni taklif qilib keldi. Albatta men butun vujudim bilan aytib darsni ajoyib hayron qolganda o'tayman qarab turgan. Endi bilim o'rganish uchun ustozlarga bir xilqi ha hu deyishmasa biz bek hayajonlanib chiqroq narsani beraychi deb ketganmiz. Aqtan qolgan kechirmish hikoyalarni men so'zlab beray, hozir vaqtni olmay. Shunga endi ata Şinjan vaqti, yerlik vaqt 8da mushu o'ringa yig'ilib bo'lgan bo'lsak, qattiq kechikmagan bo'lsanglar. Chunki qancha baldir kelsanglar, biz shuncha jihnasini so'zlab ola olamiz. Siz 9da, 10da yig'ilib bo'lsak, bir soat so'zlab qo'ysak qochidi. Tamoq yeyishga 2 soat ketadi. Tamoqdan keyin kechda birdamda ishdan tushimiz, ishni taqaymiz deymiz. Bir kun ketamidingizning ustiga o'rgangan narsangizning tayini yo'q bo'lib qoldi. Shunday deyman. Shunga mumkin bo'lsa 8 ga 10 minut, 15 minut qachi yig'in zaliga yig'ilib bo'lsak, dal 8da shu mikrofonni qo'limizga deb darsni boshlab etsak, bo'lsa tush tamoqlarimizni atmishadi bo'ldi. Shunday sirqi chiqmaysizlar. Andan keyin kechda biroqlam sirqi chiqsizlar. Atitga tushdan burunliq uchuq tomirga men o'qilirman. Tushdan keyin qo'saq to'ygandan keyin kasalni Anargul doktor ko'rdi. Kechda xulosini Gulnisam olim chiqirdi. Shuning bilan atitga darsimiz men o'ylayman bizning mushu 1 yillik planlarimizni amalga oshirishdagi eng muhim dars bo'lib qoladi. Alayda tayyorlik kutmaymiz sizlardan. Birdan bir tayyorlik to'lib toshgan ishonch va muhabbat bizga bo'lgan yaxshi ko'rishinglar bilan 8 ga 10 minut qolgan mushu yig'in zaliga kirib bo'lsanglar, men ajoyib katta yasinib bo'lgankidek bir mikrofon tutib darsni boshlab ketsam isha turib. Undaq bo'lsa sizlar bilan aytib ko'rishaylik.